Katılım için herkese çok teşekkür ediyorum diyor. Ve bu konferansın, bu etkinliğin vücuda gelmesi için çalışan çok fazla kişi var. Onlara tek tek teşekkürlerini iletti ve Sabahattin Zaim Üniversitesi yönetimine, Sayın Rektör'e ve bu iletişimi kurmuş olan Doçent Doktor Burhan Beyefendi'ye, Uluyola teşekkürlerini ilettiler. Ve sözlerinin sonunda Erkin Bey, gençliğinden itibaren Uygurların davası için çalıştığından bahsetti. Biraz okul dönemlerinden bahsetti. Ve son olarak dedi ki, hayat değerlidir. İnsanlar oturduğu evi, kullandığı arabası, giydiği kıyafetleriyle değil, bıraktığı eserleriyle, yaptığı hayırlı işleriyle anılır ve onunla değerlidir. O yüzden bütün katkı sunan, bu etkinliğe katılan herkese çok teşekkür ediyorum dedik. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Bu şekilde olacak. Yaklaşık 5 yıl küçük bulun çıkıp durdu. Endi Sabahattin Zaim Üniversitesi'nin modeli Profesör Doktor Ahmet Cevat Acar'ı kömür sözü kılıç için sahneye teklif kılınız. Sabahattin Zaim Üniversitesi'nin rektörü Sayın Profesör Doktor Ahmet Cevat Acar'ı konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyoruz. Selamünaleyküm. Söze nasıl başlayayım bilmiyorum. Hepiniz özellikle yurt dışından, yani Türkiye dışından gelen Uygur kardeşlerimiz olarak Türkiye'mize, İstanbul'umuza ve üniversitemize hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Türkiye'de bizim Adriyatik'ten Çin Seddi'ne diye bir sözümüz vardır. Büyük Türk milleti, bizim Doğu Türkistan diye ifade ettiğimiz Uygur, Sincan bölgesinden, Sibirya'nın steplerinden, Avrupaların ortalarına kadar uzanan geniş bir dünya. Maalesef biraz fazla parça parça olmuşuz. Hür olan yerlerimiz var, öyle olmayanlar var. Onun için şunu söyleyelim. Burada özellikle rahmetli İsa Yusuf Alptekin, gene dışarıda Abdurrahman Beylerle sohbet ederken bahsettiğimiz merhum büyük alim Kaşgarlı Mahmut ve adını anamayacağımız, yani şu anda hatırlayamayacağımız ya da sayamayacağımız birçok Türk büyüğü hem milletimize, hem milli davalarımıza, hem de inancımıza elden geldiğince hizmet etmişler. Ben hepsini rahmetle anıyorum. Allah mekanlarını cennet eylesin. Burada Erkin Bey konuşmasında bahsetti. 20 leksiye mi diyorsunuz siz ona? Neyse, buna da Türkçe bir karşılık bulsak iyi olur. Bizim Türkiye'sinde olduğu gibi gittikçe fazla İngilizce ya da yabancı dil olmasa daha iyi olur. Ona biraz dikkat etmek lazım. Dilimizi korumak lazım. Burada bunun 2 katı, 40 kadar bildiri ya da yazı gönderilmiş. Bu alaka güzel bir şey. Burada Amerika'dan Avrupa'nın çeşitli ülkelerine kadar birçok ülkeden gelen Uygur Türk'ü kardeşlerimiz var. Şu anda o bölgedeki hali haber alıyoruz. Üzülüyoruz. İnşallah daha iyi durumda olmaya hepimizin imkanı olur. Burada biliyorsunuz bizim kültürümüzde vatan önemlidir, vatan.
Peygamber Efendimizin bir hadis-i şerifi var biliyorsunuz. Vatan sevgisi imandandır diye. O bakımdan vatanımız bizim için kutsaldır. Onun uğrunda elimizden geldiğince gayret göstermek hepimize vazifedir. Son yıllarda özellikle Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra ortaya çıkan bağımsız Türk Cumhuriyetleri ve bunlar arasında gelişen münasebetler inşallah daha ileri safhalara erişir. Burada dili bir, her ne kadar lehçe, ağız farklılığı olsa da dini bir, soyu bir olanların birliğini, elden geldiğince işbirliğini, ittifakını güçlendirmesinde fayda olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla İstanbul bizim için neyse Urumçi de odur. Ya da Kazan neyse Kerkük de odur diye bakmak gerekir. Ama bizim milli anlayışımız tabii ırkçı bir anlayış değil, kuşatıcı bir anlayış. Aynı zamanda Türk milleti Müslüman bir millet. Dolayısıyla bizim insaniyetli, insansever, hümanist diyorlar ya yabancılar. Öyle bir anlayışımız var. Ama elbette ki kendi milletimize karşı mesuliyetlerimiz biraz daha baskındır. 2 günlük bu toplantıda ortaya konulacak, ifade edilecek, yapılacak konuşmaların, yapılan sunumların ben hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum Cenab-ı Hak'tan. Gerek Uygur Sincan bölgesinde, Doğu Türkistan'da, gerek dünyanın başka yerindeki sıkıntı ve zulüm altındaki kardeşlerimize Allah yardım etsin diyorum. Bizlere de onlara daha iyi yardım etme imkanını bahşetsin Cenab-ı Hak. Ben bu toplantının organizasyonunda, yürütülmesinde, icrasında rol alan Erkin Sıddık Bey şahsında diğer Uygur kardeşlerimizi, dostlarımıza ve üniversitemizin değerli hocası Burhan kardeşime ve adını bilmediğim, sayamadığım bütün ilim, düşünce ehli kardeşlerimize ve siz hazırına, iştirakçilere, katılımcılara kalbi teşekkürlerimi ifade ediyorum. Yüce Allah'tan hepimiz için hayırlar, daha iyi haller, istikamet üzerinde bir hayat ve bağımsız bir hayat, güçlü bir millet olma hususunda hepimize yardım etmesini dua ve niyaz ediyorum. Şahsım ve üniversitem adına tekrar hoş geldiniz diyor. Hepinizi muhabbetle, hürmetle selamlıyorum efendim. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Sayın Rektör'ün bu değerli konuşması için çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Müdürümüzün sözlerini Kürtçe'yle düşündüğüne de oylayma. Şuna Uygurca onu tercüme kılmayla vakit itibariyle. Ben hazır bugünkü yığınımızdaki gün tertibi, kaydı usulleri hakkında kısaca bir düşünce bilip öteyim. Şunu bilen biz programımızda resmi başlayıp gidelim. Aldı bilen biz biraz keçikip kalganlığımız için
aslında 9'da başlaydigan programma 10'ga yakın başlanıp kaldı. Şuna programlarda biraz özgürlük oldu. Bunun için özür sorayımız. Sözlügüçüler için kaide tertipler her bir sözlügüçü leksiya bergüçü 30 minut içinde sözünü tüketiş gerek. Eğer 30 minuttan bulunmak tüketip kalsa onun hiç vakası yok ama uzatı işgal olmaydı. Bununla kat'i hürmet kalın olsanlar. Ondan iştirakçılar için düşünce kirişte kitap koyulgan kitap soğuklanudu. Her bir adam bildiğin kitap alalaydı. Eğer köprek gelişini oylayanlar olsa 100 TL'den setvası buldu. Ama soğuk süpütüde bir adam bir kitap alalaydı. Düştüktemak mektepten aşkansı buldu. Bununki konkret cereyan hakkında Doktor Burhan Uluyol birazdan keyin tushuncha berdi. Bizninki leksiyalarimiz tugab, biz tamoqqa chiqadigan vaqtda. Ondan başqa bizninki programmamizda 3'ten bazı vaqtda 4'ten kishi so'zlagan asosda qism-qismlarga bo'lib elib berildi. Bu jarayonda leksiyachilar so'zlayotgan vaqtda agar savolinglar kallanglarga savol kelgan bo'lsa, uni xotirlab qo'ysanglar, har bir o'tirishning oxirida so'zlaguvchilarimiz sahnaga chiqib 20 minut atrofida savollarga javob beradi. Shunga burun so'zlagan so'zlaguvchilarningki temisi qarta unutib qolmaslik uchun nima so'zlaganligini, shunga so'raydigan savollarni kallanglarda yoki bo'lmasa xotira telefonlarda not elib qo'yishinglarni umid qilaman. Shunday bo'lganda savol so'rash ilmiy muhit ham yaxshi davom qildi. Mushunchalik tushuncha qoidalar. Bunu çevirmesem de olur. Evet, biraz konferansımızın ne şekilde olacağıyla ilgili bilgi verildi. 30 dakika konuşmacılar için verilecek ve ondan sonra soru cevap kısmı olacak ve bazı bilgiler daha sonra verilecektir. Bundan bo'lsa, endi biz resmi yig'inimizni boshlaymiz. Birinci Şimdi biz konferansımızı başlıyoruz. İlk konuşmacımızı birazdan anons edeceğiz. Tunji bizga leksiya so'z beradigan kishi Abdushukur Muhammad efendim. Abdushukur Muhammad efendim bizga Nelson Mandela'nın kurash yo'llari va siyosiy idisi degan temada leksiya so'zlab beradi. Abdushukur Muhammad efendim, kana sahnega marhamat. İlk konuşmacımız Abdushukur Muhammed Emin Efendi. Konusu Nelson Mandela'nın mücadele yolları ve siyasi ideolojisi. Buyurun. Birinci betini çıkarıp koysak. Assalamu alaikum qarindoshlar. Mening bu Nelson Mandela'ni tanlashimda ikki sabab bor. Birisi 90 yildan boshlab yana biz Nelson Mandela haqida vatanda nihoyat ko'p uchurlar ega bo'lgan. Bu shaxsning qahramonligi, jasorati, turmidagi hayotlari bizning hayotimizga shu javob biz yoshliq jiq ta'sirlarni ko'rsatgan. Ikkinchisi Janubiy Afrika xalqini xuddi biz bugun yo'liqqan irqiy kamsitish, irqiy qirg'inchilik va jamiyatda yakunlanish qatorliq shunda bir qator taqdirlarning boshdan ko'chirgan. Ularning taqdiri bilan bizning taqdirlarimizda nihoyat ko'p o'xshashliklar bor. Ana biz Nelson Mandela'ni bilsakmi, bizning xotirlarimiz allaqachon bu voqealar haqida g'ovlashib bo'ldi. Ya'ni xotirlarimizni to'plashib biraz xiralashdi. Men shu Nelson Mandela, yana Janubiy Afrika xalqining xotirlarimizni qaytadan eslatib o'tmoqchiyim. Mening maqsadim shu. Chunki bizning hozir yo'qgan taqdirimiz
bilan ularning yo'qgan taqdirlarda ma'lum o'xshashlar bo'lgani uchun ular qanday kurashlarni olib bordi. Biz bugun qanday kurashlarni olib berishimiz kerak. Men bir siyosiy bo'lib sizlarga yoki da'vo etilganlarga bir siyosiy strategiya belgilab bermoqchi emas. Faqatla men o'zimning his qilgan shu Nelson Mandelaning hayotini tunishmoqchi. Qag'ini shu anglag'uvchilarning qaytadan bir o'yinib bekishni tavsiya qilaman. Bo'ldi. Nelson Mandelaning hayoti. Aslida Janubiy Afrika xalqi aqtanliklar kelishindagina o'z podshohining hukmronligida erkin, tinch va xotirjam yashaydi. Aqtanliklar bu ziminga oyoq bosgan boshlab hamma narsa o'zgardi. 1652-yili Gollandiyaga qarashliq Sharqiy Beshakitning kemasi bu ziminga kelib to'xtadi. Bu Yevropalik mustamlikachilarning bu ziminni tunji qatim oyoq bosishdi. Ammo chog'da ularning bu ziminni mustamlika qilish niyati yo'q edi. Yillarning o'tishi bilan hamma narsa o'zgardi. Bu zimin va bu yerda yashovchi yerli xalqlar baravara bo'linganlarning mustamlikasiga aylanib qoldi. 1795-yilga kelganda bu yerni Buyuk Britaniya imperiyasi Gollandiyaliklarning qo'liga o'tkazib oldi. Shundan boshlab toki 1994-yili Janubiy Afrika davlatida demokratik saylovlar o'tkazilib, muqoq Afrikalik yerli xalqning qo'liga o'tkicha yerlik afrikaliklar mustamlikachi aqtanliklar tarafidan irqiy jihatda yakilishga, xo'rmishga va qirg'inchilikka uchrab keldi. Nelson Mandela mana shunday irqiy ayrimchilik hukm surgan bir davlatda 1918-yili 6-oyning 18-kuni dunyoga keldi. U tug'ilgan Janubiy Afrikaning sharqidagi Kap o'lkasiga tava bir yezi bo'lib, aqtanlik mustaqilchilik tarafidan egallangan Timbo qabiz tava yer edi. Aqtanliklar bu zaman kelgan 2,5 asrdan buyon bütün mamlakatdagi mol kan boyliqlarga, bu paraqsan o'rmonlarga, o'rkashlab eqayotgan daryoga to'lgan boy millat ziminlarning 90%ni egallab, yana xalqlarni chat, suvi, qaqas yerlarga qo'yayotgan edi. Nelson Mandela o'qish yashayotganda diniy jamiyat ochgan maktablarga olib berildi. Maktabda o'qitilgan g'arb madaniyatiga aqtanliklar iziz deyilgan irqchilik esi chunquri sundirilen bo'lib, ders kitaplarda aqtanliklarning madaniyatlik va qahramon, yana xalqlarning yovvoyi va madaniyatsizlik tasvirlanishi Nelson Mandelani hayron qoldirdi. 1930-yili Nelson Mandela 12 yoshga yili darsa o'qib bo'ldi. Aslida darsa bir qabilaning boshlig'i bo'lib, o'g'li Nelsonning o'zining o'rniga qabila boshliq bo'lishini orzu qiladi. Ammo Nelson keyingi o'qish hayotida advokat bo'lish yo'lini tanlaydi. U 19 yoshida Port shahriga kelib, Mosalanska universitetida o'qiydi. O'qish jarayonida yugurish va boks mashqini birga olib bordi. Nelson bu maktabni bitirgandan keyin boshqa bir maktabga kirib falsafada o'qiydi. Bu maktab ayniqsa yerlik afrikaliklar o'qiydigan birdan-bir universitet bo'lib, Janubiy, Sharqiy va O'rta Afrikadagi nurg'un davlatlarning milliy ozodlik harakatining doiralari mush maktabda o'qigan edi. Bu maktabni qoplagan kuchli millatparvarlik kayfiyati Nelson Mandelani milliy ilmni o'qitdi. 2-yillikda o'qiyotgan mezgilda maktabning o'quvchilar uyushmasiga qarshi boyqut harakatga qatnashganligi uchun maktabdan ayrilishga majbur bo'ldi. Shunday qilib, Nelson Mandela 1941-yili Janubiy Afrikadagi eng chong shahar va sanoat markazi hisoblangan Johannesburg keldi. Gerçi Johannesburg ko'rkam binolar qad ko'targan, muhim odamlar to'lgan ko'chalar var, cho'ng shahar bo'lsa-mu, ammo butun boylik aqtanliklarning qo'lida edi. Yerliklar shaharning sirt yerlari qo'lga bo'lib, nayt namrat, jafo mushaqqatlik turmush kechirdi. Gerçi Nelson Mandela oliy maktab bitirgan bo'lsa-mu, o'ziga muvofiq ish topolmaydi. 1944-yili boshqalarni tunishtirish bilan
Afrikalılar Milliy Majlisiga a'zo bo'lib kirdi. Bu majlis 1912 yil qurilgan yerliklarning bir tashkiloti bo'lib, har qaysi yerlik qabilalarni ittifoqlashtirib, aqtanliklarning zaminini, qonuniy va iqtisodiy huquqini tartib etishga qarshi turadi. Ammo harakat doirasi cheklik edi. Hukumatga talab sunish, ish tashlash va ommaviy yig'ilish o'tkazish qatorliq faoliyatlarni olib boradi. Nelson bu tashkilotni jonlantirish uchun Afrikalılar Milliy Majlisi tarkibida mamlakatlik yoshlar birlashmasini qurib chiqdi va o'zi bu tashkilotning sekretarini ustiga oldi. Dal shu yili Janubiy Afrikada uchiga chiqqan Irqchi xalq partiyasi hokimligiga chiqdi va bir qator irqiy ayrımchilik qonunini yo'l qo'ydi. Bu qonunlar yerlik xalqlarga dalolat etib keldi. Yerliklarning iqtisodiy, siyosiy, kishilik va harakat huquqlari cheklanib qo'ydi. Janubiy Afrikada yerlik qorilardan boshqa hindiylar va bir qism osiyliklar bor bo'lib, ularni irqiy ayrımchilik siyosatlarining ma'lum nisbatda ta'sir uchraydi. Mushundaq bir paytda Nelson Mandela Afrikalılar Milliy Majlisida irqiy ayrımchilikning ta'sir uchrayotgan boshqa irqlar bilan birlikda turish, shuningdek aqtanlik demokratik kuchlar bilan hamkorlashish tashabbusini o'tirib qo'ydi. Ammo bu fikrga qarshi turuvchilar aqtanliklar va hindiylar bilan hamkorlashishni nazariyalash kerak. Ular Afrikalılarning kurishiga buzunchilik qilishi, hatto vatanparvarlik harakatini chang'ilga elilishi mumkin degan anglashlarni o'tirib qo'yishdi. Ammo Afrikalılar Milliy Majlisi oxir hisobda Nelson Mandela o'tirib qo'ygan ko'p irqchilar bilan hamkorlashish tashabbusini qabul qildi. Milliy Majlis 1955 yili 7-oyning 25-kunidan 26-kunigacha 2 kun ko'p irq vakillar qatnashgan xalq qurultoyi chaqirdi. Qurultoyga yerlik Afrikalılardan 2200 vakil, hindiylardan 230 vakil, boshqa irqchilardan 230 vakil, aqtanliklardan 112 vakil qatnashdi. Yig'inda erkinlik nizomasi ma'qullandi. Nizomnomada biz Janubiy Afrika xalqi manfaatlarimizga va dunyoga shuni jaqalaymizki, Janubiy Afrika mayli qartalik yoki aqtanlik bo'lishidan qat nazar mushu zimda yashayotgan barcha xalq mansubdir deb aytlaydi. 1960 yili Afrikalılar Milliy Majlisi aqtanlik irqchi hukumat tarafidan rasmiy cheklandi. Yerim asr qonunli mavjud turgan bu tashkilot yerim asr jarayonida izchil turda oshkorada ommaviy harakatlar orqali Janubiy Afrika hukumatiga bisim ishlatib, ularning irqiy ayrımchilik siyosatini o'zgartirishga tirishdi. Ular bu 50 yil jarayonida g'ayri zo'ravonlik yo'lini tanlagan bo'lsa-mu, ammo ularning tirishchanliklari bekor ketdi. Afrikalılar Milliy Majlisi g'ayri zo'ravonlik yo'lini tanlashi aynichalik yerliklarning real ahvolini chiqish qilgan edi. Janubiy Afrikada aqtanliklar to'liq qurollangan edi. Ammo yerlik xalq bo'lgan qarilarning uyida qurol saqlashi ma'lum qilingan edi. Ularning sirtga chiqqanda nayza, palta, pichoq, qalamtirash, qo'shin ushluq bisi bor hosil elib yurishiga yo'l qo'yilmaydi. Shunga Afrikalılar Milliy Majlisi xalqning behuda qurbon berishining, qirilib ketishining oldini olish uchun izchil turda zo'ravonsiz ommaviy harakat uslubini qo'llanib kelgan edi. Nelson Mandela 50-yillarning beshida qurolli harakat elib berish tashabbusini o'tirib qo'ygan bo'lsa-mu, ammo Afrikalılar Milliy Majlisi uning fikriga ahamiyat bermagan edi. 1961 yil kelganda Afrikalılar Milliy Majlisi maxfiy yig'in chaqirib Nelson Mandelaning fikrini muzokara qildi. Muzokara bo'yicha Afrikalılar Milliy Majlisi sirtida Millat Majlisi nomidan qurolli kuch tashkillashni, bu qurol kuchga Nelson Mandelaning mas'ul bo'lishini qaror qildi. Millat Majlisi tashkilotining qo'mondonligidan tortib ham ishlarga Nelson Mandela mas'ul bo'ladi. Bu tashkilot qurilgandan keyin qurolli kurash olib berishdagi mumkinchiligi bo'lgan buzg'unchilik olib berish, partizanlik urushi, terrorlik faoliyati va oshkora qarshilish qatorliq 4 xil zo'ravonlik harakati ustida muzokara olib bordi. Muzokaradan keyin Nelson Mandela buzg'unchilik olib berish maqsadini tanlaydi. Buzg'unchilik harakati davlatning elektr stansiyalari, temir yo'l, telefon xabarlash kunlari, pristan va boshqa davlatga ajallik zarba bergan bo'ladigan muhim qurilishlarga zarba berishdi. Nelson Mandela bu yo'lni tanlagandan tövendeki ikki maqsadga yetkazib bo'ldi deb qaragan edi. Birinchisi, buyuda odam o'ldirish va Qur'on berishni shundaqla Afrikalılar bilan aqtanliklar orasida uch oshkora ish ko'rish
patlığa petip qilishi saqlanib bo'ladi. Bu Afrikalarning milliy manfaatiga foyda. Ikkinchisi, Janubiy Afrika hukumatini kontrol qilib olgan irqchi axloq hokimiyatining iqtisodiy chet ellar bilan tayangan bo'lib, bu usulni qo'llanganda davlatning savdo sanoat bazalarini parashalga tushirib qo'yib, chet el korxonalarini va savdogarlarni bu davlatni yaxshilashtirishga, ularni bu davlatni iqtisodiyotini elib ketishga majbur qilgan bo'ldi deb qaragan edi. Shundan keyin ular davlatning har qaysi joylarda maxfiy qurolli guruhlarni qurib chiqdi. Nelson Mandela 1962-yilda birinchi ayda nurg'un maxfiy yo'llar bilan tunji qitim chet elga chiqdi va nurg'un Afrika davlatlarining ayrim Angliyaga keldi. U borgan davlatlarda muhim siyosiy arboblar bilan ko'rishib, Janubiy Afrikaning ahvolini angladi. Uning tunji borgan davlati Etiopiya bo'ldi. U yerda pan afrikachilar erkinlik yig'ini qatnashib muhim so'z qildi. U so'zda qurolli kuch va zo'ravonlik Janubiy Afrika hukumatining oshkora ishga soladigan quroli. Ular Sharqiy Afrika xalqining kurashini bostirdi va ularning ozg'inliklarini bo'g'di, deydi. O so'zda xalqaro Janubiy Afrika hukumatiga besib ishlatganligini minnatdor ekanligini bildirdi. O so'zda yana kurashning muhim nuqtasining yana Janubiy Afrika davlati ichida ekanligini, chet elda faqat bir qism muhim shaxslar qolgandan so'ng hamma odamning davlatchiga qaytib kurash sepib ketilishi kerakligini ta'kidlaydi. Nelson Mandela chet el ziyoratini oxirlashtirib, Janubiy Afrikaga qaytgandan keyin hukumat uning orqasiga tushdi. 1962-yilda 8-oyning 5-kuni qo'lga olindi. Nelson Mandela rahbarlik qilayotgan Millat Majlis tashkilotining buzg'unchilik elib berish harakati Nelson Mandela qo'llanishma to'xtab qolmaydi. 1963-yilning o'zida Janubiy Afrikada 200 qatimdan ko'proq qurolli voqea yuz berdi. Ammo Millat Majlis tashkiloti o'zlarining qon to'kmasi prinsipiga amal qilib, o'lim moddasini paydo qilmaydi. Bu chog'da Pan Afrika mas'uliyati Boko tashkilotini qurol harakatga o'tgan bo'lib, saqchi punkti, hukumat organlari, hukumat amaliyotchilari, saqchilar va yerlik qo'rcha odamlarni asos nishon qilgan qurol harakatlarini olib bordi. 1964-yilda 4-oyning 20-kunidan boshlab Nelson Mandela boshliq qo'llanilgan bir turkum kishilarning uzun so'zlagan sud munozarasi boshlandi. Nelson Mandela sudda bunday dedi: Afrika millatparvarligi Afrikalar Milliy Majlisining istiqoti bo'lib keldi. U aqtaliklarni dengizga aylitayli deb to'laydigan undaq Afrika millatchiligi emas. Men bütün hayotimni Afrika xalqining yashash huquqini qo'l keltirish kurashiga bag'ishlaganman. Men aqtaliklar irqlarga qarshi kurash qilaman. Ham yerlik afrikaliklarning mustaqilligini qarshi turaman. Gerçi Janubiy Afrika irqchi hukumati Nelson Mandela qatorli kishilarga o'lim jazosi berishni orzu qilgan bo'lsa-mu, ammo sud ularga o'lim jazosi bermay, o'limlik qamoq jazosi hukm qildi. Nelson Mandela qatorli kishilar o'limlik qamoq jazosiga hukm qilingan bo'lsa-mu, ammo ularning siyosiy tashabbusi Afrika xalqining qalbini chunqur o'rin oldi. Janubiy Afrika tuprog'ida Afrika xalqining irqchi hukumatga bo'lgan qarshilikka bir kun to'xtab qolmaydi. Tarix choq aylanib 1980-yilga kelganda Afrika xalqining hukumatga qarshi harakati tug'ilib chiqdi. Shuning bilan birga Nelson Mandelaning ko'pirish sadolari Janubiy Afrika tuproqlaridan olqib butun dunyoga yayildi. Mandelaning o'limlik qamoq hukm qilinishi Afrikalarning hukumatga bo'lgan o'shmanligini texnik kuchaytirdi. Gerçi 20 yildan buyon Janubiy Afrika doiralari Nelson Mandelani Afrika xalqining qalbidan o'chirishga va Afrika xalqining ozodlik kurashlarini ayirishga uringan bo'lsa-mu, ammo Nelson Mandela Afrika xalqi orasidagi radikal millatchilarni tortib, mo'tadil siyosiy guruhlarcha ham kishining qalbidagi qahramonga aylandi. 1980-yilda Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Xavfsizlik kengashi Nelson Mandelani va boshqa siyosiy jinoyatchilarni qo'yib berish haqida Janubiy Afrika hukumatiga murojaat qildi. 1981-yilda Parijda 17 ming odam imzo qo'yib Nelson Mandelani qo'yib berishni murojaat qildi. 1982-yilda Yevropadagi 1400 shahar boshliqlari birlikda imzo qo'yib Nelson Mandelani qo'yib berishni murojaat qildi. Shu yil 8-oyga kelganda 53 davlatdagi 2000 dan ortiq shaharning boshliqlari imzo qo'yishga qatnashdi.
Afrikalılarning irqiy hukumat qarshi kurashlari va xalqlarning Nelson Mandelani qo'yib berish sadolari Janubiy Afrika hukumatiga qattiq besim berib kelgan bo'lsa-mu, yanada o'zlarining irqiy siyosatini voz kechmaydi. Nelson Mandela turmadagi vaqtida axborot vositalarining ziyoratini qabul qilganda bunday deydi: "Men o'z erkinligimni intayin qadrlayman, ammo sizlarning erkinliklariga texnik ko'ngil bilmayman. Men turmush qamalgandan buyon o'lib ketganlar bak ko'p. Erkinligini so'ygashga baxtsizlikka uchraganlar texnik ko'p." U aqtaniklar haqida to'xtalib bunday deydi: "Janubiy Afrikadagi aqtaniklar mushu davlatga tabi. Bu yer ularning oilasi. Biz ularning biz bilan o'rtaq turmush kechirishini, biz bilan siyosiy huquqdan o'rtaq bahramand bo'lishini umid qilamiz." 1986 yil 10-oyda Amerika parlamenti irqiy qirg'inchilikqa umumyuzli qarshi turish qonunini ma'qullaydi. Shundan keyin Amerika avtomobil şirketi, Coca-Cola şirketi hamda Exxon şirketi qatorli şirketler Janubiy Afrikadan orqadan chekinib chiqish boshlaydi. Orqadan Angliyadagi bir qism shirkatlarni Amerika shirkatlariga ergashdi. Bunun bilan Janubiy Afrikada ishsizlik nisbati shiddatlanib, Janubiy Afrika iqtisodiy misli ko'rilmagan qiynoqqa tushib qoldi. Aqtaniklar hukmronligi irqchi hukumatning duch kelgan bu qiyinchiliklari davlatchilik aqtaniklarning turmushiga ta'sir ko'rsatganligi uchun ularning hukumatning siyosiy qarshi turishiga sabab bo'ldi. Ichki va tashqi jihatdan qiyin ahvolda qolgan hukumat vaziyatni biroz yumshatib, ahvolni o'nglash uchun Nelson Mandela bilan suhbat o'tkazishga majbur bo'ldi. Suhbatda hukumat taraf Nelson Mandeladan quroq kurashdim, yana bir odam bir ovoz bo'lish siyosatidan voz kechishni va Janubiy Afrika hukumatini xalqaro yetim qoldirish tashviqotini to'xtatishni talab qildi. Nelson Mandela har qanday ahvolda o'z prinsipida chin turganligini, o'zini o'ziga olgan barliq siyosiy jinoyatlarni shartsiz qo'yib berish kerakligini ta'kidlaydi. Nelson Mandelaning maqsadi bu fursatni foydalanib masalani siyosiy yo'l bilan hal qilishga yo'l ochish, siyosiy jinoyatchi namoqda turmalarda yotgan barliq kishilarni shart qo'yishga ta'sir qilish va hukumatni Afrikaliklar milliy majlisi bilan suhbat o'tkazishga yetakchilik qilish edi. Vaqt az qoldimi? Bo'ldi. 1988 yılı Nelson Mandela 70 yaşlık tug'ilgan kunidan kunini turmada o'tkazdi. Afrikalılar Milliy Majlisi Mandela'nın bu 70 yaşlık kunidan axborot e'lon qilish yig'ini uyushtirdi va Nelson Mandela qatorli kurash qahramonlariga medal taqdim qildi. Janubiy Afrika hukumati ichki va tashqi jihatdagi bisimlar tufaylidan Nelson Mandela va boshqa siyosiy mahbuslarni qo'yib berishga majbur bo'ldi. Ama Nelson Mandela ve başka siyasi mahbuslar qo'yib berish sababli kelib chiqadigan davolg'ish va asabiyat azaltish uchun mahbuslarni qo'yib bosqichlarga bo'lib qo'yib berish planı bo'lgan bo'lsa-mu, lekin vaziyat allaqachon ular kontrol qilmagan olib kelib qolgani uchun ularning hammasini bir qo'yishga majbur bo'ldi. Bir 1989 ayda, yani 7. ayının 5. günü Janubiy Afrika prezidenti Nelson Mandela ishxonasiga chaqirib, çay suhbat o'tkazdi va 12-sida Nelson Mandela bütün Afrikaliklarga chaqiriq e'lon qilib, masalani siyosiy yo'l bilan qilish tashabbusini o'tirib qo'ydi. Bu qisqartirib qilay. 1990 yıl 2. ayının 11. günü Nelson Mandela'nı qo'yib berishga majbur bo'lgan Janubiy Afrika aqtaniklar hukumati Nelson Mandela'nın rasmiy turmadan chiqqanligini e'lon qildi. Shuning bilan 29 yillik turma hayotini oxirlashtirib, Nelson Mandela o'z xalqining orasiga qaytib keldi. Yana 1994 yilda saylovda g'alaba qilib Janubiy Afrikaning tunji davlatlik Afrikalık prezident yapıp sayıldı. Yani benim bu Nelson Mandela ve Janubiy Afrika halkının bu kurashlar haqida qisqacha ma'lumot berishim sebep Uyg'urlarni biraz mushlarni kurash yo'llari haqida izlab chiqishga tavsiya qilish. Çünkü bu yerda men ta'kidlaydigan ikki narsa bor. Birinchisi Nelson Mandelaning kurash yo'lidagi tavranmas qahramonligi, tavranmas ideyasi, mayli qandoq qiyin sharoitlar keshin qatnazar o'z yo'lidan hech qachon to'xtab qolmagan.
İkincisi yana xalqarani besim qilish chaqirish. Devlet işideki çetel meblasagan karxanalarni Afrika zimminden qo'llab chiqarib, yana ularning o'z mablag'larini Afrika zimminden yetkazishga majbur qilib, Janubiy Afrika hukumatini iqtisodiy jihatda pahlash ahvoliga tushirib qo'yish. Hozir Xitoyning ishi qarasangiz, Xitoyning iqtisodi 90-yillardan keyin taraqqiy qildi. Yani 20 yil ichida shiddat bilan taraqqiy qildi. Yana Xitoyning texnikasidan keldi, butunlay g'arbdan keldi. Iqtisodiyotdan keldi, butunlay g'arbdan keldi. Yana Xitoy g'arb iqtisodi va g'arb texnikasi bilan qad ko'tardi. Davomida biz bugun Afrika xalqiga o'xshash biz g'arb shirkatlarini Xitoy zimmidan qo'llab chiqara olsak, Xitoyning iqtisodiga nihoyat zo'r zarbaga bo'ldi. Uchoq Xitoy ichida bir qilanqacha paydo bo'ldi. Ham xalqaroning besimini qo'l keltirib bo'ldi. Shuna bu bizning o'ylash tegishlik cho'ng masalalardan birisi. Yana bizning xalqarada, yana g'arbda tirishchal ko'chishga tegishli bo'lgan cho'ng ishlardan birisi. Biz qaysi qila oldik, buni bilmayman, ammo hammamiz o'ylash tegishli masala. Ko'pchilikka rahmat. Abdushukur Muhammad atamdan keyin qimmatli nutq uchun, leksiyasi uchun ko'p rahmat. Bu tema o'zida aytgandek haqiqatan muhim bir tema. Shuning uchun 30 minutda buni yetarli so'zlab bo'lish kim uchun tez. Kitobdagi mazmunlarga asosan birlashtirib turib, leksiyadan taxmin yaxshi, unumli foydalanadiganligimga ishonaman. Endi bizga Raila Qashqari, Doktor Raila Qashqari xonim Uyg'ur tilidagi ba'zi so'zlarning ijtimoiy tilshunoslik nuqtasidan tahlili degan temada leksiya so'zlab berdi. Qanday sahnaga marhamat. Ben de sözümsem resim binasım. Bana Raila Qashqari. Hürmetlik rektörümüz, ben aldı bilen bu bilim bilen münasebetlik boğan ilmi bir jığını orlaştırgan Uyghur Project Fondu'na ve bu salonu bizge işirtişimizge bergen Sabahattin Zayim Üniversitesi'ne ve rektörüge çin ko'nglimdan rahmat aytaman. Mening bugun sizlar bilan o'rtoqlashadigan temam Uyg'ur tilidagi ba'zi so'zlarning ijtimoiy tilshunoslik nuqtasidan tahlili. Biz bu yerda oldi bilan ijtimoiy tilshunoslik degan nima degan bir savolga javob beramiz. Ondan keyin bu fanning Uyg'urlarning mustamlik qilingan hayoti bilan qanday munosabati bor? Nemishqa yozma manbalarda milliy mustaqillik ko'rishimizni 3 viloyat inqilobi vatanimizning ismini Şinjan deb uçurtdimiz. Kurashda g'alaba qilish uchun bizning oldi bilan millat sifatida ruhiy qulluqdan qutulishimiz kerak. Ruhiy qulluqdan qutulish uchun fikir va ong jihatdan yengilishimiz kerak. Bu yengilishda tilimizdagi so'zlarning iste'mol shaklining qanday roli bor? Dal bu nuqtada ijtimoiy tilshunoslik bizga javob bera oladi. Muşu suallarını çözdüğün halda tahlil edip barımız. İctimai tilshunoslik nima deganda? İctimai tilshunoslik bilan jamiyatshunoslikning birlashishidan o'tirg'i chiqqan bir oraliq fan. Bu fan tilshunoslik doirasida turib, til bilan jamiyatning munosabatini tadqiq qiladi. Farqli ijtimoiy muhitda nemishqa farqli so'z iboralarning ishlatilganligini bizga tushuntirib berdi. İctimai jamiyatning tilni ishlatish odatlarida ko'rilgan o'zgarishlarga qarab, bu tilni qo'llanadigan ijtimoiy jamiyatning milliy kimligidan uzoqlashib, qaysi tarafga qarab shakllanishga boshlaganligini bizga analiz qilib berdi. İctimai tilshunoslik
Dünyada 1960 yıllarda oturgu çıkışga başlagan. Bu ictimai tilshunoslik, psixologiyalik tilshunoslik, biologiyalik tilshunoslik, kompyuter tilshunosligi, uchrashma tilshunoslik qatorliq fanlar bilan birlikda bizning hayotimizda bir atalg'u sifatida o'tirg'i chiqdi va izohlanishga boshladi. Uyg'ur jamiyatida bo'lsa 1990dan keyin o'tirg'i chiqishga boshladi. Chunki biz o vaqtgacha nurg'un yillarimizni har xil siyosiy harakatlarda ziyonlarimizdan ayrildik. Bilim bilan mashg'ul bo'lish fursati berilmadi. 90'lardan keyin ijtimoiy tilshunoslik Uyg'ur tilshunosligi ichida tilga elinib, izohlanib borgan sari texmo cho'nqurlashib keldi. İctimai tilshunoslik, jamiyatshunoslik, insonshunoslik, millatshunoslik, psixologiya, jo'g'rofiya va tarixshunoslik qatorliq fanlar bilan bog'lanishli holda tilning ijtimoiy iqtidori va til qurilmasining ijtimoiy sharoit jarayonidagi o'zgarish qonuniyatlarini kuzatadi. Bir jihatdan til bilan jamiyatning o'zaro munosabatini tadqiq qilsa, yana bir jihatdan til bilan jamiyat qurilmasidagi o'rtaq o'zgarishlarni tadqiq qildi. Uyg'ur jamiyati istilo qilingan, ishg'ol ostida turayotgan bir jamiyat bo'lgani uchun butun siyosat Uyg'urlarning zihniga, Uyg'urlarga ziyon beradigan shaklda yurgizildi. Jamiyatning o'zgarishi mushu siyosat orqali jamiyat o'zgardi. Jamiyatning o'zgarishi tilga ta'sir qildi. İctimai jamiyatning a'zolari butunlay uyg'on bo'lsa yoki farqli bir siyosiy muhitga ko'chgan bo'lsa, farqli so'z iboralar ishlatishi mumkin. Shunga tilning o'zgarishidan jamiyatning o'zgarishini bilib olg'ili bo'ldi. Til bir ijtimoiy hodisa bo'lg'achqa, uningda ko'rilgan har xil o'zgarishlarni o'zining qurilmasi nuqtasidan tadqiq qilish bilan birga bu o'zgarishlarni keltirib chiqargan ijtimoiy omillarni nazarga olishga to'g'ri keldi. Ijtimoiy tilshunoslik da mushu nuqtada bizga tushuncha berdi. Hozir biz qaraydigan bo'lsak, dunyodagi taraqqiy qilgan davlatlarga tillarining butun dunyoga yeyilayotganligini ko'ramiz. Bu nimadan o tilning nihoyatda kuchli, nihoyatda qonuniyatli bir til bo'lganligidanmi? Yo'q, o tilni ishlatgan ijtimoiy jamiyatning kuchligidan. Shuning uchun o til nihoyatda kam tarqaldi, davlatning kuchi bilan siyosiy bir kuchni orqasiga olib turib, ham taraqqiy qilib mangdi, ham umumlashib mangdi. Shuning uchun ishg'ol ostida yashagan millatlar o'zining tilini emas, ishg'oliyatchi davlatlarning yoki millatlarning tilini ishlatadi va bu har xil vasflar bilan majbur olg'a akiladi. Endi biz bizning tilimizdagi so'zlarning o'zgarishiga qarab boqaylik. Aslida biz bu yerda vaqt munosabati bilan temini kichiklikda faqat so'zlarni va ma'nosini dedik. Aslida bu ijtimoiy tilshunoslikni ham ish emas tadqiq qiladigan. Bu yerda yeziq bor, bizning yeziqimiz qanchalik o'zgardi, Sovetlar birligi Türk xalqlarining yeziqlarini qanday o'zgartdi 20-asrning boshida va bu o'zgarishdan hozirgacha o'tirg'i chiqqan qanday qiyinchiliklar bor. Bular yana tadqiq qilishga tegishli nihoyatda muhim masalalar. Chunki o'xshash bir Chag'atay tili bilan kelgan asarlarni o'xshamagan o'ziniki yerlik og'iz bilan so'zlashadigan xalqlar bu tekstlarni o'qib tushuna oladigan bir ahvoldan keyin qanday bo'ldi? Yeziqning o'zgarishi bilan bir-birini tushuna olmaydigan, o'quvni anglayamaydigan, hatto so'zlarning ishlatilishi uzoqlashib ketdi. Masalan, bizga qaraydigan bo'lsak, bizning o'zimizning tilimizga 1947-yili besilgan elitlar kitoblarga qarasak, nihoyatda yozilishi fonetikalik jihatdan nihoyatda qoidalik so'zlarni ko'ramiz. Bu maktabdir. Bugun biz nima deymiz? Bu maktab. Bu yerda bizning tilimizning ma'lum qo'shimchalarining tushib qolganligini ko'ramiz.
Bular ayrım bir tədqiqat temaları. Biz bu yerda sözün, atalğılarının tilimizde qandaq özgərgənligini ve bunun cemiyetimizin, bizden ideyimizin, elimizin, fikrimizin özgürüşü bilen qandaq bağlanışlıqlarligini tilga alamiz. 3 vilayet inqilabı bu bütün materiallarda muşundaq ötüdü. Biz bu terimden hata bo'lganligini bilishimiz gerek. Çünkü 3 vilayet inqilabı belki 3 vilayetni mustaqil qiladi şu şaraitda. Lekin bu inqilab Sharqiy Turkistonning hamma rayonlarida elib bordi. O'xshamagan shaklda elib bordi. Qurolliq kurash 3 viloyatda bo'ldi, ammo boshqa shaharlarda bu qurolliq kurashga qo'llab-quvvatlash harakatlari bo'ldi. Lutfulloh Mutallib dal mushu sababdan o'ldirildi. Chunki Ushqunlar ittifoqi, Sharqiy Turkiston Ushqunlar ittifoqini qurganligi uchun va xalqni tashkillab qo'zg'olon ko'tarishga harakat qilayotganligi uchun pash qilinib hayotidan ayrildi. Undan keyin G'o'lji bilan janubdagi 6 shaharning yo'lini itib-atgan vaqtda nurg'un kishilar bu yo'ldan o'tishga tirishdi. Har xil vaslar bilan o'tganlar bo'ldi. Nimishqa shu 3 viloyat inqilobi bo'lgan rayonga berib bu kurashga qatnashish uchun. Shuning uchun bu yerda 3 viloyat inqilobi degan atalg'u xato. Biz buni milliy mustaqillik kurashi deb elishimiz kerak. Chunki bu faqat 3 viloyatning inqilobi emas, butun Sharqiy Turkistonning inqilobi. Nimishqa 3 viloyat inqilobi deb oladi buni? Chunki bu mustaqillik kurashining kuchini ojizlatish maqsad. Ta'sirini ojizlatish. Bundan keyingi avlodlarimizning zihnida ashnaqlamdaq 3 viloyatdagilar bundaq nim qilgan to'q shu bir tash qilib qo'zg'olon qilgan to'q oxir bo'lmay mag'lub bo'libdi degandek bir to'g'ri ko'rdigan bir psixologiyani paydo qilish uchun buning ismini ashundaq kichiklatib ishlatgan. Yana mushuna bilan munosabatlik, masalan, bizning milliy qahramonlarimiz, mushu kurashga qatnashgan nurg'un milliy qahramonlarimiz bularni nima deydi? Olto'g'ri deydi. Olto'g'rilar, isyonchilar. Asli bular kimlar? Hayotini Uyg'ur xalqining mustaqillik uchun pido qilgan qahramonlar. Hammasi ismi tilga ilinmagan. Biz bularning ichida adabiy asarlar bilan o'tirg'i chiqqanlardan kimni bilamiz? Rizvongulni bilamiz. Salima muallimning mushu haqda nurg'un tadqiqotlari bor. Mushunga o'xshash. Bu yerda tilning ijtimoiy jamiyatga ta'sir qilishi shu. Masalan, qahramonlarni olti o'g'ri degan vaqtda buni tushunadigan kishilar bu bizning qahramonimiz nemishqa olti o'g'ri deydi deb tushundi. Tushunmaydiganlar bilim darajasi to'van yoki dunyo bilan ancha ishi yo'q, qo'sqin to'ysi bo'ldi deb yuradigan odamlar, olti o'g'ri deydi, bular o'g'ri o'xshaydi deb tushundi. Shuning uchun bu yerda biz bu terimning ustidagi atalg'uning ustidagi maqsad muddoni bilishimiz kerak. Undan keyin Şinjan. Hozirgacha biz 2017dan keyin bo'libmi, chet ellarda Şinjan degan ismni ko'p anglamaymiz. Bu nihoyat yaxshi ahvol. Ammo yana Şinjan deb soldiganlar chiqib qoldi aramizdan. Bu Şinjan bizga haqoratning va ishg'oliyatning ifodasi. Şinjan degan ism. Bizning vatanimiz qo'ldan ketganligi uchun ismi Şinjan bo'lib qoldi. Agar bizning vatanimiz bizning qo'limizda bo'lsa, uning ismi Sharq Turkiston bo'landi, Uyg'uriston bo'landi yoki boshqa bir narsa bo'landi, ish qilib Şinjan bo'lmaydi. Boshqa bir ism bo'ladi. Biz qanday ismni xohlasak shuni qo'yatdik. Shuning uchun bu Şinjan degan ismni biz kundalik turmushimizdan, tilimizdan chiqarib o'tishimiz kerak. Bu yerda Şinjanning tarixi bilan munosabatli uchurlar bor, vaqt munosabati bilan men buni demayman. 1984dan boshlab. Va vatanimizda Sharqiy Turkiston degan ismning cheklanishi mushu sababdan. Chunki Sharqiy Turkiston degan bir hukm bizga mustaqillikni, o'zimizning davlatimizning bor bo'lish imkonini, xiyolini berdi. Bu ijtimoiy jamiyatni aniq shaklda milliy mustaqillikka boshlaydi. Shuning uchun Şinjan degan ism shiddat bilan bizga
besim bilan har xil usullar bilan bizning ishlatilishimizga sunuldi. Bunun sebebi bu Şinjan degan ismni qabul qilsin va o'zining Xitoyning o'zgarmas bir parchasi, bir to'prog'i bo'lganligini ideya jihatdan, ong jihatdan qabul qilsin degan narsa. Shuningga bu terim atalg'u jamiyatning, xalqning, Uyg'ur jamiyatining tushanchisini va fikr sistemasini o'zgartiradigan bir voqea. Onundaki balalarımızga Şarkı Türkistan deb o'rgatgan vaqtimizda qanday xaritada yo'q ekan-ku degan bir savol chiqdi ba'zida. Chunki vatanimiz ishg'ol qilingan. Shuning uchun va bu bizning Şinjan degan ismga qarshi chiqishimizning sabablaridan biri. Undan keyin bizning hayotimizda biz va men degan so'zlarni ishlatish jihatdan farqli bir ahvol bor. Men doktora dissertatsiyamda Memtliap Andining she'rlarini tadqiq qilgandim. Bütün so'zlarni tizib chiqqan vaqtimda 4370 so'z bor, 40,000 tub so'z bor, qo'shimcha olmagan. Bu so'zlarning ichida biz degan so'zni 123 qatim ishlatibdi. Men degan so'zni 17 qatim ishlatibdi. Keyin G'ayratgan Japandimning shu keyingi vaqtlarda 2010dan keyin to'rlardagi so'zlarni yig'ib bizning kundalik hayotimizda eng ko'p ishlatgan so'zlar qaysi deb tuzgan bir tizimligi bor. Uninga qaraganda biz 45-radda, men 35-radda ko'rildi. Yine bizda umumning manfaatini o'ylaydigan ahvollar biroz Bakan degan gap. Bu bizniki balkim 2009dan keyin milliy uyg'unish internet bilan birga milliy uyg'unish davriga kirdik biz. Internetda nihoyat ko'p, balkim 2000-yildan keyin desak texim to'g'ri bo'ldi. Internet bizning hayotimizga kirgandan keyin nurg'un qimmatli asarlar, nurg'un ilg'or fikrlar to'rlarda o'rtoqlashib, yoshlar yenidan bir buningda albatta bizning qimmatli o'qituvchimiz Ilhom To'xtining nihoyat ko'p to'hfasi bor. Muşu emekler bilen birler biz önümüz biraz oturuğa çıkışa başladı. Bu yerde biz nemini görürüz. Söz işletkenler nemi de o yaptı söz men bolsa 123 söz biz buludu. Çünkü mempliyatlandı. Biz arqılık erkinlikке erişelaydiganligimizni bilidi ve tunup yetken. Men arqılık emas. Eğer men üzemni köp gevlendirip bu işni men qildim, bu hech kim qilmagan ishni men qildim, men mundaq dedim deydigan nuqtada turaversak, biz birlasholmaymiz, ittifoqlasholmaymiz, ishimizning unumi bo'lmaydi. Agar biz deyalsak, biz mana shuni qildik, biz mundaq qilamiz, bo'ldi, men shundan voz kechay, sen shundan voz kech, biz bo'laylik deyalsak, o vaqtda biz nurg'un unumli ishlarni qila olamiz. Biz buni ko'ramiz Memtliap Andining she'rlarida. Menning qutuluşu biz qutulmay turib mümkün emas. Biz bunu 2017dan keyin texim yaxshi ko'rdik. Men qutulib qutulanmayman. Agar biz qutulsak, o vaqtda men rahat yashay olmayman, bizning bir parchasi bo'lish suhbatim bilan erkinlikdan bahramand bo'la olmayman. Agar men qutulsam, men Xitoyning imkonlaridan foydalanib vatanimga bora olmayman. Men hech qanday siyosiy harakatga qatnashmayman. Men bayroq ko'tarmadim, men namoyishga chiqmadim, men qutulaman. Undaq bir narsa yo'q. Chunki ishg'ol qilingan vatanda qutulgan menlar faqat vaqtliq, ma'lum bir muddat ichida qutula oladi. Biz qutulmay turib, men qutulanmaydi. Men cho'qim bir pishganlikka uchraydi. Chunki u vatan ishg'ol qilingan. Ishg'oliyatchi hech qachon ularga iç ağırıp, ularga özgür erkinlik vermeydi. Fakat özünün menfaatiga to'g'ri kelgan kishilarga berdi bunu ve vaqtliq. Shuning uchun bu yerda bizning so'zlarni ishlatgan vaqtimizda butun jamiyatga ta'sir qiladigan terim sifatida men emas, biz deb turib ish qilishimiz lozim.
Ondan keyin xizmatlarni ko'zdan kechirish terimi bor, ya'ni atalg'usi. Bu biz chet ellarda hozir xizmatlarni ko'zdan kechirish degan narsa yo'q. Biz sabtash hammamiz. Biz buni Erkin apandimning yozmalarida ko'p ko'rmiz, sabtashlar degan so'zni aytdi, to'g'ri qo'llanilgan bir so'z. Biz erkinlikni yaxshi ko'radigan xalq bo'lg'achqa, o'zimizningki boshqalar tarafidan boshqarilishni qattiq yaxshi ko'rmaymiz. Shunga to'xtamay yeni tashkilotlarni qurib, yangi jamiyatlarni qurib, o'zimiz bir ishlarni qilishga tirishimiz. Bu tashkilotlarning boshliqlari boshqalarning xizmatini ko'zdan kechirmaydi, birlikda qiladi. Nuriga tirab, birlikda qiladi, hammasi sabtash. Bu so'zni ishlatishdan biz hazar aylaylik. Undan keyin aka va ufka. Bu bizningki singlim, akam, ukam degan qarindoshlik tuyg'umizni kuchlantiradigan yaxshi so'zlar bu. Lekin bu so'z professional so'z emas. Ish muhitida professional emas. Agar biz deylikki bir professor bor aramizda, ammo onundan 10 yaş çoğ bir çoğumuz var. Bizde çoğunluğa hürmet gösteriş nahati umumlaşkan Uyghur cemiyetinde. Lakin o profesör şu işinki en ustası. Kuşkaş olsun o kasap kesson degan söz aşağıdan çıkan bizdeki makal temsilimiz. Bu çoğumuz hem de çoğumuz degenken de oturğaç çıktı. Aka dep tuğan vakitte. Çünkü aka demek ben senin anne buyruğunu kabul kılman dep kol bağlap turman degan ma'no keldi. Ufkam o'tirma desa o'tirishga to'g'ri keldi. Uning uchun biz ziyolilar bunga bosh bo'lib, unvoni borlarning unvonini aytishimiz kerak. Unvon demak o'qidi, bilim oldi, ma'lum sohada shu sohaning so'z sahibi degan gap. Mehmetkan bilan profesör, doktor Palanci, Ahmet, Mehmet, Ayşem, Hatem deyli. Ularning bir farqi bor. Biz kunlik hayotda aka, ufka, dada, qiz, singil, tuqqan biz. Hammamiz Uyg'urlar. Lekin professional ish hayotida kimning unvoni bo'lsa, o unvon cho'qim ishlatilishi kerak. Bu unvon boshqalarning unga hurmat qilishiga, uning gapini anglashiga balkim foydasi bo'ladi deb o'ylayman. Bir kemini o'ylaylik, u kemida yo'lni biladigan bir odam bor, bilmaydigan 40 odam bor. U biladigan odam kichik. Ufkam o'tirgan, siz bilmaysiz, kichik bo'lgan nimani bildi desa, bu 40 odamning hammasi o'ladi, to'g'ri yo'lni topolmay. Shunaqmi? Agar uning bilginiga biz qoyil bo'lib, bu kishi buni biladi, kichik bo'lsa, buning so'zini anglaylik desak, o vaqtida 40 odam qutuladi. Uyg'ur ziyolilari butun Uyg'ur jamiyatini yetaklaydigan motor. Jurki Uyg'ur jamiyatidan. Shuning uchun bu yerda ziyolilarning kuchiga, ta'siriga, obraziga nuqson keltiradigan so'z harakatlarni tilimizda ishlatishda diqqat qilsak bo'ldi. Rostgapni qilsam degan bir so'z bor. Bu so'z bilan biz boshlasak, rostgapni qilsam yolg'onimi bormidi, Uyg'ur millati yolg'onchimidi degan narsa chiqadi. Shuning uchun to'g'risini aytsam, uchquni desam, ko'nglimdagini desam degandek so'zlarni ishlasak bo'ladi. Undan keyin ziyoli degan so'z bor. Bu ziyoli bizning lug'atlarimizda dinda o'qiganlar haqida bir narsa yo'q. Ziyoli işte fan o'qiganlarni ko'rsatgandek bir tushuncha berilibdi. Aslida dinda o'qiganlarimiz ziyoli. Ya'ni bu yerda ziyolini fan o'qiganlar bilan dinda o'qiganlarni ayirib ikki guruh qilish Uyg'ur jamiyatiga ziyonliq. Hammasi o bilimning egasi, o'zining sohasidagi bilimning egasi. Bizning vatanimizda ziyolilarni sesiq ziyoli deb qattiq jazolagan, hammamiz bilamiz buni. Nima shunday qildi? Ziyolining ta'sirini ojizlatish uchun 14-15 yoshdagi bolalar 1957dan 80gacha 14-15 yoshdagi bolalar qo'liga qizillatini taqab, o'qituvchilarni so'zlaydigan nimadan tushirib, bo'yniga taxta esib, haqoratlab, beshiga gazetdan shapka koni shakldagi narsani taqab, ashnaqa haqoratlagan. Nima shunday qildi? Ziyolilarning kuchi azalsin, ziyolilar Uyg'ur jamiyatini yetaklayolmasin deb ashnaqa qildi. Dinda o'qiganlarni nimishqa fan o'qiganlarga qarshi qildi. Kichikgina bir
ne bolsa, karşılık hareketi bolsa, bunu aşı dinçil akıldı deydi. Dinçil akıldı, muşular Müslümanlıkını targıp kılıp, Müslüman cemiyetini, Uygur cemiyetini Müslüman kılımızda muşuna kısyan kıldı deydi. Aslında bu yerdeki ziddiyet nime? Pen okuyanlar bilen din okuyanların ziddiyeti emas bu. İşgaliyetçi küşünün halkı bilen, Uygur halkı bilen boğan ziddiyeti. Lekin ular şu işgaliyet ahvalini davamlaştırış için ve halkını tavçılap durup, özünün kolda tutup durup, sümürüp, hazırki günde qanchalik iqtisodiy qimmat yaratganini ko'rdik. Bizning chechimizdan tortib a'zolarimizgacha, ishki a'zolarimizgacha. Bularning hammasini qila olish uchun qanday qilish kerak? Uyg'ur jamiyatining bir bo'lib turishi bularga tahdid, uni parchalash kerak. Uning uchun deydiki, kichikina bir qarshilik harakat bo'lsa, buni dinchilar qildi, buni islomchilar qildi. Undan keyin pand o'qiganlarni biz vatanda buni nihoyat ko'p yashadik. Shanba uxlatmay, uyda oilasi bilan vaqt o'tkazishga ruxsat bermay, ko'chalarda 10 metrda, 20 metrda bir 2-3 kishi navbat turdi. Ben 2014 en hakikaten bagan vaktimden aşını köydüm. Bunun burunun battı. Ben Ürümçi'de işlevatta vaktimden battı bu. Yatakta şurunla, onu kılınla, bunu kılınla. En küçük bir nesinde bunu dinçiler kıldı. Aslında bu dinçilerin işi emas. Bu işgalga karşı bir küreş. Lekin bunu ziyalilarga dinçiler kıldı edip ziyalilarning normal turmuşunu yaşaşıga ruhsat vermeydi. Onun için ular nimdeydi? Muşu bizdenler cim o'tmagan bo'lsa, biz rahat işimizni qilib, maoshimizni ilib, turmushimizni kechiratdik deydi. Bu yerda bizning bilishimiz kerak bo'lgan narsa nima? Dinda o'qiganlarimiz ziyoli, panda o'qiganlarimiz ziyoli, bu milliy kurash har xil shaklda ilib berildi. Tilimizni to'g'ri ishlatish buning bir qismi. Panda o'qiganlar bilan dinda o'qiganlar bir-birini rad qilmaydi, bir-birini yomon ko'rish kerak emas. Hammasi o'zining ishonchisi bilan, o'zining ishi bilan, o'zining kasbi bilan mashg'ul bo'ldi. Ama kurashda biz mo'rini mo'riga tirab, birlikda kurash qilamiz. Bu yerda yana bir narsani qo'yay. Milliy ma'rifning bizning bundan keyingi hayotimizda, mavjudligimizni qo'g'dashda, kuchlanishimizda va vatanimizni qaytadan qo'limizga elishda milliy ma'rifning kuchi nihoyatda muhim. Bu yerda milliy ma'rifni kuchlantiramiz, bolalarimizni ana tilimiz bilan tarbiyalaymiz. Maqsad shu, ammo bu maqsadga man yo'lda har xil ideologiyalarning ta'sirida bolalarimizga farqli ideologiyalarni ügetken farklı gruplar şeklinde bu cemiyetini biz bir güç kılamayız. Şunun için biz ana til mektepleri, ana til kursları, her xil milli ma'rif bilan münasebetlik kuruluşlar iş etip bakan vaktimizde maksadımız dinde okugan ziyalilarning Panda o'qigan ziyolilarni dushman ko'rgan avlod yetishtirish emas. Panda o'qigan ziyolilarning mala dinchilar, bularningki bilisiga bormanglar, faoliyatlarga bormanglar, ya bo'lmasa bular kashkicha shu dinnilam deb turib oldi deb bu shaklda avlod yetishtirish emas. Bizning maqsadimiz hammasini Uyg'urlikni va musulmonlikni birlikda yo'g'rilgan holatda yashaydigan ve bizning asli kimligimizning Müslüman Uyg'ur ekanligini biladigan avlodlar yetishtirish. Shuning uchun biz boshqa farqli ideologiyalarni singdirmasdan milliy bo'lgan madaniyatimizni singdirishimiz kerak bolalarimizga. Rahmat. Savolga javob berganmiz. Siz o'tiring. Doktor Ayla Qashqariyninki intayin qimmatlik leksiyasi uchun ko'pdan ko'p rahmat. Bu leksiyaninki bu tadqiqotninki temasini o'qigan vaqtimda men bu qadar muhimligini his qilmagan. Ammo raylardan
Raylardan yazıqqa ovoz bilan jon kirgizgandan keyin haqiqatan bu temaning muhimligini his qildim. Buni bizning kishilik turmushimizga tatbiqlagan vaqtda buning ahamiyati texmi vojid ekan. Sizlarning kitobdagi tadqiqot maqolasi bilan birlashtirib, texmi yaxshi foydalanadiganligiga ishonaman. Ko'p rahmat Raylarga. Endi biz Abdushukur Muhammad efendimni sahnaga taklif qilaylik. Ha, unda bo'lsam bizningki 15 minut savol javob postimiz bo'ldi. Undan keyin 15 minut tanaffus qilamiz. Rayla, doktor Rayla Qashqariyning savollaringiz bo'lsa, so'rasanglar bo'ldi. Tamam, Assalomu alaykum. Haqiqatan yaxshi temada so'zlandi. Meniki savolim deb ijtimoiy tilshunoslikda o'qimasman. Ijtimoiy bizning kishilik hayotning eng muhim tarkibiy qismidan Uyg'urlar nisbatan yemak-ichmak. Bu yemak-ichmak nuqtasidan qaraydigan bo'lsak, mayli bizningki yeydigan tomoqlarimiz bo'lsin, yoki bizningki ishlatadigan ko'ktat boshqa narsalar bo'lsin, shu nuqtada shu Xitoy so'zlar bak chaqindi. Buniki shaxsan men buning ichida menliqdek ammo Uyg'urchada deb o'zim o'qimayman. Unda Xitoy ishlatib qolamiz, tomoqlarimizni Xitoy ishlatib qolamiz. Bu yerda ikki nuqtadan ko'raman. Bu birisi o'zimizningki her bir shaxsninki o'zininki xatoligi deb qo'yilgan bo'ldi. Yana bir tarafdan endi bu jihatdan shu adabiyot yoki tilshunoslik sohasida xizmat qilayotganlarniki ma'lum mas'uliyat olib qo'ydi. Adabiyotdagi mas'uliyatni yana bir nuqtadan qo'ygan bo'ldi. Chunki biz shu narsalarga ism qo'ygan vaqtida shoirdan vatanni qo'yganlar bu narsaning ismini. Undan keyin men diqqat qilgan bo'lsak, Uyg'urni ism qo'ygan vaqtida Xitoychadan bevosita tarjima holatga keldik. Masalan, aniq misol olgan bo'lsak, shu kompyuterninki nimasi qolgan vaqtda dastlabda buni elektronlik hisoblash mashinasi deb bilindi, chunki dastlabda Xitoychada GSM edi. Undan keyin elektronlik nima deb oldi? Undan keyin xotin kompyuter deb oldi. BGB. Bu şekilde mesela Xitoycha bevosita bo'lgandan keyin bu narsalarning ismlari haqiqatan uzrab ketgan holat bo'lgandan keyin bu hisobda egizga masalan xosim aytgan narsa buni yangi deb tayin qilgan masalan. Shu jihatdan endi biz vatanlik vaqtida bu Xitoylarning kelmish besin sababdan bu narsa mushkil shaklda ismga ilinib qoldi. Endi bu shu bo'yicha ataymiz desak, bu narsa shunda yangi yakomiy qapqasi Uyg'ur narsalar var masalan. Buni bu shaklda atashga biz nayti ters qildi. Shuni biz shu bizning ishimizni nayti yetishgan ustozlar vakil sizga o'xshash shu nuqtadan bir kirishib masalan bir hamkorlash bo'lib turib shu balkim 50 yoki 100 chiqar. Hech bo'lmaganda shu yemak ichmakka oid ismlarninki hammasiniki Uyg'urchasini eng qisqa shaklda nayti masalan yo'q uzun emas, eng qisqa shaklda shuni bir bo'lib keltirib butun xalqning ichida tarqatish imkoniyati bilan bo'lmasmi? Shuni bir fikr baqsam demoqchi. Rahmat. Turib javob bersam bo'ldi. Ko'p rahmat. Biz Uyg'ur Akademiyasi bu ishga uzun vaqtdan buyon ko'ngil bo'lib kelyotdi. Abdulhamid apandimniki nimasi bilan, tavsiyalari bilan bir necha kishi bir guruh bo'lib WhatsAppda tashkillanib, ma'lum so'zlarga uning Uyg'urcha qarshiligini tepish haqida fikrlashib kelgan uzun yillarni yaqin bu ish bo'tdi, lekin bizlarga hozir chet elda ishni qilgan odam az, qilgan ish bekchiq bo'lg'achqa tez unumlik bo'lmadi. Keyingi vaqtlarda biz bu vaqtda fikrlashdik. Uyg'ur Akademiyasining ana til komitetida buni bir to'rbatga bir nima echib, ashunaq bir tor yuzi echib blok. Uningga ma'no so'zlarga sizlarningki tavsiyalarni nima deb qo'yib qo'ysak,
Bununla çünkü bu işin katkan bir qancha kişi var, ularning vaqti yetmaydi. Ba'zida ko'pning kuchi ko'p. Ko'p kishilarning ahlidan ko'p narsa o'tirg'i chiqadi. Bular fikrlarini yozsa u yerga, undan keyin biz bir hayat bo'lib buni qarab chiqib, ko'proq tilshunoslar, buni ham bizning tilimizning taraqqiyotiga to'g'ri kelamdi, grammatikalik qurilmasiga to'g'ri kelamdi. Bu jihatdan ham til qisqa, ixcham va ifodalash kuchi qancha kuchli bo'lsa shuncha yaxshi. Shunday qilib buni keyin tekstlarda ishlatish, yozilgan yozmalarda ishlatish, to'rlarda yoyish qatorliq vositalar bilan buni umumlashtirish. Bu bizniki akademiyadagi maqbrat ma'lumlar yo olimjon ma'lumlar buni shunday qilmoqchi hamda hozir boshqa ishlar balkim biroz ko'p vaqtimizni olgani uchun ona ko'p vaqt ayıramadık ama bu planda bor. Shuning uchun bizning yoshlarga ko'p ehtiyojimiz bor. Hozir Turkiyada o'qiyotgan yoshlar ko'p, lekin mana bir Uyg'ur bo'lib, shu ishga mana bir to'p qo'shay deydigan plakarlarimiz az. Shunday plakarlarimiz bu sim e'lon qilinsa, YouTube'da ko'rib, ichidan vijdoni qaynab, mana bir Uyg'ur, mana bir ish qilay deganlar bo'lsa, shu sapga qo'tilsa biz xushal bo'lamiz. Bu planda bor. Rahmat. Hurmatli qarindoshlar, bu aka qarindoshimiz muhim temani o'tirib qo'ydi. Men ozroq so'z qistirib dedim. Biz vatanda nashriyotlarda ishladik. Nashriyotdagi yoki boshqa sohadagi adabiyot o'qituvchilarigacha bo'lsin, manisi bizniki tadqiqotimizga qatnashgan. Yani biz oq tarafda turib tadqiqotchilarga material ta'minlagan ahvollar bo'lgan. Bo'libmi shu yemak ichmak madaniyatimizda saqlanayotgan masalaga ig'ir. Shu sirtqi dunyodagi Uyg'urlar birlikda tirishib oldi bilan shu birinchi nuqtada shu yemak ichmakda atalg'ularni to'g'rilashni asos qilishni qilsak. Chunki o'zimiz so'zlasak tilimizni boshqalar biz uchun so'zlab bermaydi. O'zimiz qadrlamasak boshqalar qadrlamaydi. Tashlangan, unutilgan, cho'rilatilgan, tushga aylangan bir til bo'lib qoladi. Mehmonjo'xu deyishni tashlasak, bo'lsa so'rmaydiganlarni tashlasak, biz Urumchida ko'p tirishdik. Urumchi kashf qatorliq bir qism ko'zi jurnaldagi tirishgan muharrirlar atalg'ularni muqimlashtirdik, yoydik. Biroq xalqimiz ko'ngan yomonkan, ishlatmasa barchap ekan. Shuni xalqimizmi ishlatsa, bizmi tirishsak, shu oshpizlarda ishlatadigan atalg'ularimizni biz hech bo'lmasa bir 200 atalg'u chiqqan. Ko'p oshxonalarga, Uyg'ur oshxonalarga kirib, tizimlikka qarasak, ko'nglimiz bir yerim bo'ldi. Tamoq lazzatlik, biroq ko'nglimiz yerim bo'lib chiqib ketamiz. İşimizga chirim tushgandek. Shuningda qarindoshlarimiz tirsak, ishini Uyg'ur akademiyasining boshchiligida shu birinchi yemak ichmakka atalg'ular bir qilishdi deb o'ylayman. Rahmat. İnşallah. Assalomu alaykum. Men endi yana bir gap qilib qo'ydim endi. Bu ma'vo doktor Vayra xonimningki baytdan bagan 3 viloyat inqilobi degan bizga siyosiy atalg'uninki kichik ishlatilgan nusxasi deyildi. Undan boshqa Olto'g'ri degan atalg'uni Xitoy hukumati qasddan kichik ishlab xollab, aşağılab qo'ygan atalg'u ekanligini anlagandan keyin men kalamga hozir bu ikki qarindoshimiz yemak ichmak madaniyatimizdagi atalg'uni qalblashtirish dedi. Endi de siyosiy atalg'uni qalblashtirish muhim deb qoldim. Chunki hozir biz bu muhojiratda ketish vatanga qaytish sal uzun ketib qolgan, bizning ömrimiz yetmayotgan bir holat shakllanganmikin, bularni Uyg'ur ziyolilari o'ziniki bilgan bilimlarini o'sha chet elda kitob yozish, yangilangan maqol yozish, bugungi shunday yig'ilishlarimizda o'tib qo'yib,
Topkap yetiştirip yanılavatımız hem de. Bizim şu başka ziyarelerimizin kığa işlediği şunu takip etmemiz. Demek bunun kim çıkan kitap, yollar, hazır mı üzülüş yolunu, mesela bizim Uygur Tilavet yolunu, Uygur başka imalar yolunu da katarlık bir kanca yollar var. Hem de bununla biz aşımda siyasi atarlarının aslında maksatlık özgertilgelikine, mesela doktorlarımız, tilşinastırımız, tarih şinastırımız, hamma sahabın boğan kişilerden sanıbı yetkizip, yine atalığı peyda kılıp, bunun kimki çıkıtkan kitap yorumlarımızda kılıflaştırıyorsak, ben katlık içkimiz. Ama o yeni hizmet işleme ayadına azpat işleyen, hem bunun o işler mastikinin önüne hanım degende bir taraftan tutsak, ama hammadın da siyasi atalığı ağ konuşacak, bizge ziyanlık boğan, bu şu Şülayat inqilabı degende mesela biz Xotan'da bir qancha inqilobni tarixda o'qib, Abuni Davollar vakası, Xediçek vakasida bir salligan asosda uni aslında Shirali vakası degende bir adamning qilgan bir ishida ko'zchi shu atalg'ini biz demak boshqa atalg'i qo'yolmaymiz bunga. Endi qo'yolsakmi uni hammamiz Kubul kılamayımızdan da bunu bir birlikte çağdan yarısı olmayan dikin. Hiç bana tırnak içi gezip başlar o getemde. Andayan dikin, kılıplaşkan bir atalığı ciddi peyda kılıçtı istikap kalıdım. Ben Taylı'nın hamısı ki bırakmam bu atlaslar mı? Bunu yaşattık olan dikin. Rahmet, ben bu yada Sıla diyen, Xadiçek diyen isimini bir azrak çöndürüş berip ötey. Bizden tilimizde biz yaxşı gömeydiğen, setlaydiğen, küçük düşürüp belki yaratmaydigan adamlarga aşı qo'shimchani qo'shimiz. Masalan, Patek deymiz. Patem degan bir ismni. Xadija xonim deyishpa bir hurmat. Shunaqa Xadija degan vaqtimizda uni yaratmagan, ko'ran ko'rgan bo'lamiz. Bu maqsadli holda shu milliy qahramonni ham o qarshi turish harakatini, milliy mustaqillik yo'lida olib borgan harakatni kichiklatib asli degandek shu bir odamga markazlashtirib qo'ygan shu to'polon chiqadi deb. Ham u kishining ismiga o bizning tilimizdagi yaratmaydigan, yaxshi ko'rmaydigan qo'shimchani qo'shib uniki obrazni xunuklashtirish. Bu shu jamiyatga, bu til orqali jamiyatga ta'sir qilish, jamiyatni o'zgartirish, jamiyatning engini boshqa yoqqa burash bo'lib hisoblandi. Rahmat. Rahila, doktor Rahila, sizga bir savolim bor. Avval son so'rashdan ilgari rahmat aytaman sizga. Nihoyat yaxshi bir temada doklad berdingiz. Tilimiz bugungi kunda nihoyat muhim, nihoyat biz Uyg'urni tutib turadigan va kelgusida tilimizni, Uyg'ur kimligini saqlaydigan bizniki nihoyat muhim bir aloqa qurolimiz. Endi tema ustida menga bir savolim bor. Savoldan ilgari yana qo'shimcha aytadiganim 1900
savaş bilen avcıya çıkıp 2000 yıl ahırlaşkan bir inkılap. Bunu inkılap deyişimiz gerek. Darın inkılabını inkılap deyişimiz gerek. 5. iyul Urumçi vakası demesimiz gerek. 5. iyul 40-yılığı. 5. fevral 40-yılığı. 5. barın 40-yılığı. Tatmışlar işletişimiz gerek. Köp paketlep geldim. Onun bütün aldığını güçleyken ibarelerin yanı birisi 5. fevral küreşçileri ve 5. fevral partizanları degan iki kelime işletişte bazı ziyarlarımızda mantık fikir geldi. Siz 5. fevral partizanları da siz partizan olmaydı. Kanda partizan oldu. Ular partizanlık deyişke bu kelime yetmeydi deb. Ular şunda cevap verdim. Elbette yetidi hem işip kaldı. Elbette yetidi hem işip kaldı. Abdülkerim Hocayip tercümen Abdülkerim Hocayip'te muhtay yazgıçıları bir Abdülaziz Uçunaf kapışında deptike Abdülkerim Hocayip Xitay'nınki üç parçalık devir hakkındaki kitaplarını tercüme kılattınız dese bu İslam'ın kelimelerini yaptığını bizim bu kitaplarımızı tercüme kıldığına dese Abdülkerim Hocayip şimdi cevap verip ki bu kelimelerimiz yitti hatta işip kaldı da. Ben şimdi fevral'ınki boğan Xitay'nın kurallık askerleri bilen boğan toplumuşlardaki kahramanlarımızın kahramanlıkları halkaranın partizanlık hareketlilik koyulgan talep ve ölçemlerden Ukrayna uruşları yüzleyen Ukrayna refiden kançası işip gitti. Ama bizim bunu yazışımız, ifadeleşimiz, tasvirleşimiz ve bunu halkara sahnelerde kahramanlık, partizanlık da kültürüşümüzde nasıl payda kaldı da kararını. Şunun için sayın Zirayla Kaşkırı'nın yanı bir tebrikleymem. Bu şundak özümüzdeki kahramanlık küreşlerimizni, kahramanlık inkılaplarımızı şu kitaplarımızda, ibarelerimizde yüksek derecede dünyaya sunuşta bir ülgü buluşumuz gerek. Doktor Rahile Kaşkırı'nınki kıymetli leksiyası için köp rahmet. Sizlerinki nayıtı kızgın soğal sorğunuyla fikir qatnaşıp turganlygyňyz üçin köp rahmet. Aslida men bu taýýarlagan suallar batdy, suraydygan başkalarının soran sualları buluşu mümkün. Şuna 2 gün jarýanynda ýene tanaffus aralyklarynda, tamak iş jarýanlarynda ýene dowamlyk bizniňki sözleşilerimiz bilen sözleşip, olar bilen uçuruşup, konuşup, tahmin fikir almashyş prosesy boldy dep oýlaýman. Şuna bu oturuşumuzda müşahede tügetsek bizning 15 minutluk tanaffusumuz var. Sırttan işimlik yeydiğen nesler var. 15 minut tanaffus kılsak, ondan keyin yana hemmimiz qaytıp girsek. Çok rahmet. Birinci oturum burada sona erdi. Katılımınız için çok teşekkür ediyoruz. Ara veriyoruz.
Hürmetli mehmanlar, hammalar zalga kirip o'ltirgan o'rninglarda qaytadan bir o'ltirgan bo'lsanglar. Vaqt to'shda hozir boshlab ketamiz. Nagechki gap qilmoqda eskan tasdiq gap qilgan bilan. Nima keldimi? Kiyimiz keldimi? So'ngroq keldimi? Qachon chiqib kelyapsan? Chunki o'rindiq mumkin nimasta qo'yib chiqdi. Ha, oshlar gapiram ekan. Zalga kirgan bo'lsanglar, choy, qahvalarni elib, o'sha yerda o'ltirib, leksiya qilg'ach ichsak, texnik tatiydi. Choy qahvani tugutish ehtiyojimiz yo'q u yerda. Yeydigan pechini produktlarni qo'limizga elib, so'ra qahvalarni elib kirib, yerimizga o'tiraylik. Unda qo'sa bizningki leksiyalarimizningki ikkinchi o'tirishi hozir boshlandi. Biz bu o'tirishda oldi bilan doktor Erkin Sidiq efendimninki leksiyasini olamiz. Erkin Sidiq efendim bizga hozirgi zamon ilmlaridagi Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi bilan munosabatlik bir qancha uqum degan temada leksiya so'zlab bermoqchi. Qani marhamat, vaqtimiz 30 minut. Assalomu alaykum. Men Uyg'urlar o'zini quldirish yo'lida biroz ucha chiqib qolganligidan deb o'zim garchi bir injener bo'lsammi, xalqaro vaziyatga, xalqaro xabarlarga ba'zi ko'ngil bilman. Lekin Uyg'urlarga oid echilgan yig'inlar niki hammasi degidek berishga tirishib kelyapman. O'tgan yilni shu yerga yig'inga bordim. 5-oyda Zahir Popovniki poytaxti Pragga bordik. Bu yerda milliy kengash yig'ini bo'ldi. 11-oyda Belgiyaniki Bruksel shahrida Uyg'ur minbiri, xalqaro Uyg'ur minbiri bo'ldi. Yerga bordim. 12-oyda Amerikaniki poytaxti Washington DC'da bir yig'in bo'ldi. Bu yerga bordim. Asosan xalqaro mutaxassislarniki so'zlagan nutqlarga diqqat qilib, qaytib kelgandan keyin ularniki videolarini ko'rib, ba'zilariga xat yozib, ularning so'zlagan nutqlarini olib, shu orqali chet eldagi Uyg'urlar foydalanadigan bir narsalar chiqib qolarmikan deb musobaqa qilib tirishdim. Bu xato bo'lib qoldi. Voy.
Yo'q, men akimga bergan vaqtimda xatoni berib ketib ekanman. Unda bo'lsa, Men bir qarab olsam qilaman PDF deganingga. tamam. Yoki menikini ochib ulasam bo'ladiki, men unda sotlam bo'ldi deyman. Erkinkanning PPT hujjatidan ozroq masala chiqib qoldi. Biroz saqlayli. Ma kompyuter Tok takip ettim. Tamam. Siz ma kompyuterni açamısınız. Usullar bakayım ki mal olsandan malsa. Adam olsun. Bu iş kısmı başımız gerekiyor. Şuna kadar kapasam tuni alayım. İşi de bakmış kılıp. İşte bu. İşimiz PowerPoint var çok. Yanlış bilmem şu sizin bir şey PDF olması. PDF. Düşünsün. Yok, normal. Mana besmesek. Ana? Evet. Tamam. Full screen kesse. Bunu qalma qaldı. Rahmet. Şu yığılağa qatnaşdım, ondan keyin yaqinqi bir narsalarda şu Uyg'ur masalasiga oid izlanib, bir qism kitoblarni o'qib, bir qism masalani o'rgandingiz ham. Men bugun so'ragan temam masalan shularniki bir yug'ilgan bir narsasi. Shunga sizlar qo'llar kitobda 3 maqolam bor. Lekin bugungi masalaga mazmun shularniki bir yug'ilish endi. Ma'lum bir maqol ustida emas. Bunu bir basamdan mağdan oldu. Abimdeki de mağdan. Otası güzel balışım vardı. Güzel. Şuna mağlu makallar annesi tördümü var. Şu makalla kitapta var. Bunu kıvasana bildi. Ben mezmunu ilk kitap bu. Köpet olmay. Bugün söz yapıldığım bir mezmun dünya nişqa Uygur'a kelgen zulümüge sükut kılırdı. Küçük eller siyasi nazariyesi bir çıkarganda, oşumagan eller halkara siyasasında bir sanat numurda mühim rol alırdıgan oşumagan artistlarga okşaydı. Aşı ellerden yukarı ornu turduğan başka bir nüfuzluk nersi yok. Demekçi, yani devletler beraber. Öyle Uygurlardan nurgun dağlı suallar kep çıkıdı. Bu için Uygurların kanı yok dünyanın ülkede. Bizim o Uygurlardaki ırkı kırgıcılığa başlanan vaxtıda eğer dünya Uygurlar ahvalini bilse çok anlaşıdı, bunun tosudu. Şu arkalık Uygurların erkelik çıkırdı da ümit kılgan. Vatanda bir qancha yaş balla alaqlaşqa mana men bilan alaqalashib ularla messengerda paranlaştık. Ben gaplarni başlaştım bunun dedim ularga fuka sizin qotqashingiz bir xatarlik. Siz bilgan ishlarni men bilishim mumkin. Shunga imkon bor mashni qilmasak deb. Ular meni izlab boshladim surishti qilib, gapini boshlashdan burun aka shu messengerda bir ikki yoz gap qilsangiz bir ovozingizni anglab qo'ysam. Siz shuni emasmi bilib olsam deb shunday men ovozimni berdim. Keyin shu bilan gapni boshladik. Bu bir xatolik ukan. Bunaqa bo'lib qolsa siz shu ziyonkashga uchraysiz desam, men bilmayman aka.
yaşasam bir ay yaşaşı mümkün. Dedi. Qancha yaş kirdingiz desem 24 yaşta. Qashqardan. Mashina qanday? Boshlarning orzusini agar bizniki dardimizni xalqaro chiqara olsak, xalqaro olishib biz ozod qiladi deb o'ylaydi. Lekin amaliyot unday emas. Nurg'un ishlar xalqaro munosabat prinsiplari, qonuniyatlari bo'yicha bo'ladi. Mening kimyoda deyotganlarim shularning tayyor bir narsa. Ya'ni o'xshamagan allar 1 milliard ustidagi to'plarga o'xshash. Ularning cho'ng kichikligi o'zaro o'xshamaydi. Ammo huquq jihatda ularning hammasi barobar o'rinda turadi. Xalqaro munosabat sohasida bu radsizlik deb ataladi. Xalqaro siyosat ilmida deb ataladi. Bu martaba tuzumi yoki huquq tuzumining aksini bildiradi. Bu martaba tuzumi degan har bir davlatda martaba tuzumi bor. Huquq jihatda yuqorida huquq va tuyan huquq va farqlanadi. Lekin davlatlararo bu mavjud emas. Xalqaro sistemada agar siz 911-numberlik telefonga telefon qilsangiz, telefonning qarshi tarafida sizga hech kim javob bermaydi. Amerikalik jiddiy shubhasi urdigan telefon nomeri 911. Turkiyaniki qanchaki? Turkiya ham shundaqmi? Saqchilarga telefon qiladigan nomer. Qancha? Shu. Bu yerlarda gerçi telefon qilsa saqchilar keladi. Lekin xalqarada bu telefon qilsa keladigan hech kim yo'q. Dünya adalatsizlik ve zulmüge sükut kılışta yalğız uğurlar şunda kılmadı. Mavzudun davrida Xitoyda 3 yil ocharchilik bo'lib 30 millionda kishi o'lib ketgandimi, dunyo Xitoy hokimiyatini ayblamay sukut qildi. Siz oldi bilan boshqalarga berib, ondan boshqadan olasiz. Hozir uyg'urlar duch kelgan eng cho'ng masala shu. Bizniki boshqalarga beroladigan narsalarimizni hammasini Xitoy mustamlikachilar elib oldi. Bizni butunlay ishni qo'ymadi, boshqalar beradigan. Shunga biz da'vo qilgan chog'da boshqalarga bir narsa berolmagan lekin yaqinqi munosabatda uyg'urlarniki ovozi dunyoga anglangan bo'lsa-mu, lekin oxirgi hisobda bir haqiqiy yordam beradigan odam chiqmaydi. Ya'ni dunyodagi ellar o'zlarining manfaatini chiqish qilib turib yo'l tutadi. Agar ular ma'lum bir adolatsizlik, zulm yoki insonlar ustidan o'tkazilgan jinoyatlarni e'tirof qilgan, bu ellar shu ishlarga qarata munosib holda chora ko'rishga majbur. Agar bu davlat e'tirof qilsa, masalan hozir Sharq Turkistonda Uyg'ur irqi qirg'inchiligi bo'ldi degan bu narsani bir qism ellarniki ma'lum organlar e'tirof qildi, parlamentlar bu degandek. Lekin davlat siyosiy nuqtasidan e'tirof qilmay jim turib oldi. Jami 9 davlat bor. Ma'lum amaldorlari qirg'inchilik qildi degan. Lekin rasmiy bir davlat siyosatida unday demaydi. Nima ish qilsa, unday desa ular tadbir olish kerak Xitoy qarshi. Çatalarning hozircha Uyg'ur masalasiga qarta biror chora qo'llanusi yo'q. Shuningdek ular hozir Uyg'ur masalasini ko'rmaslikka silayotdi. Qisqasi biz Uyg'urlarni dunyo hozir asosan o'zimizga tashlab berdi. Bizni musulmon va turkiy qarindoshlarimizni asosan o'zimizga tashlab berdi. Ben yakında bir yerde bir material ko'rib BDT'niki prensiplar ichida bir mühim narsaning borligini bayqadim. Bu BDT'niki irqiy qirg'inchilikning oldini olish, lekin boshqa millatlarni
qo'g'dash jihatdagi mas'uliyati degan bir mazmun ichida bor ekan. Inglizchani ana deb qo'ydim yerga. Lekin ma'nosini nima desanglar, irqiy qirg'inchilik va keng ko'lamli vahshiylikning oldini olish va uni to'sish majburiyati oldi bilan davlatda, har bir davlatning o'zida. Ammo xalqaro jamiyatning ig'lik huquqining da'vat qilishi bilan to'sib qolmaydigan roli bor. Bu bilan sen o'zingizning ig'lik huquqini bahona qilib turib, irqiy qirg'inchilik yapasang bo'lmaydi deydi. Asta ahvolda boshqa davlatlarning olishi huquqi bor deydi. Bu biditiniki prinsipi ichida bor gap ma'lum. Lekin hozir bu Xitoy biletini shuni asosini qilyapti. Hamiz ko'p turmayapmiz. Bu ikki yil urushidan keyin chiqqan nurg'un belgilama bu narsalar asosan rol o'ynamaydigan bir holat kelib qoldi. Bunday moddalar bor, lekin buni ijro qilishda nimalar cho'ng masala bor. Shunga men o'zimning Twitter'da bu biletini amalga qoldirib, yangidan bir narsa chiqish kerak degan narsani tildayman men hozir. Nima desa, hozirgi bileti namda bor, amniyati yo'qlan bir narsa bo'lib qoldi. İki yil urushidan keyin qo'llangan maqsad, u maqsadlarni butunlay jiroq maqsaddan hozir. Men qatnashgan yana bir yig'in xalqaro Uyg'ur minbari degan yig'in. Bu yig'inda nayt isli fikrlar tushdi. Shu isli fikrlarni o'tirib qo'ygan bir kishi Michael Van Praag degan kishi ma'rifasida bor. Bu odamning tushkarisi bor. Bu odamniki bir gruppasi bor ekan. Maxsus Uyg'urlar bilan Xitoylarniki munosabatini taqdirlagan. Aslida shu chaqda qatnashgan yig'inda biz bir kitob tayyorlayapmiz. Kitob darajlarda chiqib qolishi mumkin degan. Bu yerda men Turkiyaga kirishdan burun do'stimiz Mehmet To'xtadan so'radim. Bu kitob chiqdimi orada? Men davomli diqqat qilib bunga. Agar bu kitob chiqsa, biz nati suratda uniki nashriyat huquqini olib, Uyg'urcha tarjima qilib chiqaraylik deb. Hozir mashalarning degan gaplarni sizlarga so'zlab beraman. Mehmet To'xtadan so'rasam, hozir sen bunu tasdiq oldigan Muhammadni Uyg'urlarning bir qism materialini so'ragan, shuni Uyg'urlarga yetkazib beramayotdi deb dedi. Shuna Uyg'ur tarixchilar biroz aktiv bo'ldi bu ishda. Uyg'urlar o'z taqdirini o'zi belgilash huquqiga ega. Nabiydan muhim huquqlar bor, buni har bir Uyg'ur tutish kerak. Xitoy hokimiyati Sharqiy Turkistonni qadimdan tortib Xitoy zamonining qismi edi. Ya'ni miladdan burungi 1-asrdan boshlablar Xitoyning bir qismi edi deydi. U xato. Mana shu paradigmaga gapirdi. Men yodlayapman. Sharq Turkiston qadimdan tortib Xitoyning bir qismi bo'lib boqqan emas. Mo'g'ul va Manju imperiyalari Sharqiy Turkistonga bir mazgil hukmronlik qilib boqqan. Tang va Xan suvolisi Sharqiy Turkistonga ozroq hukmronlik qilib boqqan. Ammo ashundaq hukmronlik qilgan barliq vaqtni qo'shganda 1800 yillik tarixiy davr ichidagi hukmronlik qilgan vaqti 250 yildan oshmaydi. Hamda shu 250 yilni o'zlisiz emas. Ya'ni bu 250 yil uda uzilmay bunday hukmron emas. Uzilib davom etgan. Yuqorqi Xitoy ustollari oxirida Sharqiy Turkistondan haydab chiqarilgan. Ashundaq voqealarning eng oxirgisi 763 yil yuz bergan. Buningdan 1500 yil bo'lganda, 2300 yil, 1400 yil yuqoriroq vaqtdan burun yuz bergan. Sharqiy Turkistonni ashunda qisqa muddat besib olgan Xitoylarning oldidagisi bilan keyingisi o'tirsida hech qanday ma'muriy yoki harbiy bog'lanish munosabati mavjud bo'lgan emas. Ular bir-biriga o'zaro bog'langan holatda hukmronlik qilgan emas deydi. Ularni parcha-parcha shu vaqtning o'zida. Tang va Xansuvallarning Sharqiy Turkistonni besib olishi bundan 1200 yil burun yuz bergan bo'lib, uning bugungi Xitoylarning Sharqiy Turkistonni besib olishi bilan hech qanday munosabati yo'q. 760 yildan keyin Xitoy hokimiyati Sharqiy Turkiston ustidan hukmronlik yurgizib boqqan emas. Sharqiy Turkistonga Osiyodagi Manju va Mo'g'ul imperiyasi hukmronlik qilib boqqan.
ular Xitoyni bosh egdirib, Xitoyni besib olgan. Yaqinqi tarix davrida Uyg'urlar Manjularning Çin imperiyasiga ikki qatam beqindi bo'lib boqqan. U davrning biri 1762-yildan 1865-yilgacha, yana biri 1881-yildan 1901-yilgacha. Uyg'urlar Manju hukumatiga beqinib boqqan, Manju imperiyasi Xitoy emas. O ikki davrning oraliqida Yoqubbek Qashqarni bir mustaqil davlat sifatida so'ragan. U chog'dagi hokimiyat Çin sulolasidan mustaqil holda mavjud bo'lgan bo'lib, Xitoy bilan hech qanday bog'lanish yo'q. Xitoyning Sharqiy Turkistonni qadimdan tortib Xitoyning bir qismi edi safsatisi bir qancha jihatlardan butunlay xato. Birinchidan, Xitoy hukumati 1949-yildan keyingi Xitoy davlatining chegarasi bilan bundan 10 yil burungi Xitoy madaniyati ichida yashagan zamonning chegarasini o'xshash qilib bayon qiladi. Ikkinchidan, Xitoy yuqoridagi yolg'on yavdoqlarni asos qilib turib, Osiyoda hukman o'rinda o'rin Xitoyni besib olgan imperiyalarni Xitoyga ta'va kuchlar qilib hisoblab tarixni qonunlashtirdi. Buning asosiy gap Manju imperiyasi bilan Uyg'ur imperiyasi Xitoyga ta'va emas. Xitoy emas ular. 1911-yili Xitoylar Manjularni o'rib tashlab, o'zining Xitoy davlatini qurdi. Ammo undan keyingi tarixiy davrning bir qismida Sharqiy Turkistonni Xitoy militaristlari Xitoy davlatining mustaqil holda kontrol qildi. Shinsay Xitoy davlatiga ta'va emas. O bir militarist. Qolgan vaqtlarda bo'lsa, Sharqiy Turkiston mustaqil mavjud bo'lib turdi. Hamda shu davrda ikki qatim o'zining mustaqil davlatini qurdi. Buning xabarimiz bor 33-yil va 44-yillar. 1949-yildan keyin Sharqiy Turkiston Xitoy bergan ismlikdek avtonomiya rayoni boqqan emas, balki u mustamlikchilik tuzumi ostida boshqarilib keldi. Bu ahvol Xitoy xalqaro jamoatning ma'lum qonuniy mas'uliyatni ado qilishini talab qiladi. Xitoy ado qilishga tegishli qonuniy javobgarlik o'zining Sharqiy Turkistondagi mustamlika hukmdorligini oqlashtirish. Xalqaro jamoat va chet el hukumatlarining bo'lsa, xalqaro qonunda mundaq 3 majburiyati bor. Uning birisi Xitoyning Sharqiy Turkistondagi qonunsiz mustamlikchiligini davomlashishini darhol to'xtatish. Kechiringlar, o'qimayman. Biroz charchab qoldim. Sharqiy Turkiston xalqining erkinligiga erishish, ko'rishiga moddiy va ma'naviy jihatdan yordam qilish. Uchinchisi, Sharqiy Turkistonda yerlik xalqning manfaatini dafsanda qilib, Xitoy manfaati uchun ish berayotgan organ va odamlarga qarshi tadbir qo'llanish. Hozir bu jihatda bir qism ishlar yapılyapti. Aslında Angliya dunyo ruhini qotgan ishlarni, mesela Brazilyalar berib Xitoyni arz qilgan ishlarni men şey kirishdan burun hozir kapolda masalasga Yevropadan advokatlar kelyapti. Amerikada Xitoy hokimiyati ustidan Xi Jinping jallati ustidan arz qilgan bo'ldi ekan. Bu yerda bir qism ishlar qilmoqchi, men o'sha borgan qatnashaman. Amerika parlament a'zolari bu yerda bir qism ishlar qilmoqchi. U hozir planlashida bor. U ishlarga men qatnashaman. Mana bular Xitoy va xalqaro jamoatga qo'yilgan moddiy, ma'naviy, siyosiy va qonuniy talablar. Bu qatorki xalqaro Uyg'ur mungiri so'ziga yana bir kishi doktor David Matas degan kishi. Bu odamniki o'tirqo'g'adasi xalqaro qonunlar Sharqiy Turkistonning mustaqil bo'lishiga yo'l qo'ydi dedi. Bir xalqning o'z taqdirini o'zi belgilash huquqiga ega ekanligi cho'qim ularning bir ayrim davlatni bo'lishga haqli ekanligidan darak bermaydi. Ammo ba'zida o'z taqdirini o'zi belgilash huquqi bir ayrim davlatni bo'lishga haqli ekanligini bildirgan bo'lib, Sharqiy Turkistondagi Uyg'urlarning ahvoli ana shunday ahvolga mos keladi.
Yani Uyg'urlar uchun o'z taqdirini o'zi belgilash deganimiz ularning bir mustaqil davlati bor bo'lishiga layoqatli ekanligini ko'rsatadi. Men buni oddiy o'zim deb atadim. Men xalqaro qonunlar asosida bu masala ustida ikki jihatdan tekshirish va tadqiqotlarni olib bordim. Ularning birisi kishilik huquq sistemasi. Kishilik huquq sistemasi men bayqaganim Uyg'urlar uchun o'zining mustaqil davlati bo'lish, ularning o'z taqdirini o'zi belgilash huquqini kapolatga ega qiladi. Yana bir soha bo'lsa, men hozirgacha mustaqil bo'lib, o'z oldiga ayrim davlat qurish uchun kurash qilgan xalqlarning 6 xil ahvolini tashirib chiqishdan iborat. Ulardan 5i mag'lub bo'lib, faqat Kosovoga muvaffaqiyatli bo'libdi. Kosovo uchun qo'llangan o'lchamlarga qarab boqadigan bo'lsak, Sharqiy Turkiston u o'lchamlarning hammasiga tushadiganligini bayqaymiz. Uyg'urlarning ahvoli Kosovoning ahvoliga o'xshaydi. Kosovo mustaqil bo'ldi, Uyg'urlar mustaqil bo'lishi kerak dedi. Men tekshirgan 6 misol tadqiqotlardan iborat. Birinchi Dunyo urushidan keyin Finlandiya bilan Shvetsiya o'rtasida yuz bergan bir qism orollarning egalik huquqi haqidagi to'qinish. Ikkinchisi Kantenganing Zairdan mustaqil bo'lish ahvoli. Uchinchisi Turkiya Siprosni besib olgandan keyin yuz bergan ahvol. To'rtinchisi Kanadaning Kubek o'lkasida yuz bergan ahvol. Beshinchisi Janubiy Kamerun. Oltinchisi Kosovo. Sharqiy Turkistonning ahvoli oldingi 5 ahvoliga tava bo'lgan ahvollar bilan o'xshash emas. Obatni degandek, shu 6 ahvolni tashirdim. Oldingi 5 ahvolda ular mag'lub bo'lgan, mustaqil bo'lmagan. Ammo Kosovo mustaqil bo'ldi. Sharqiy Turkistonning ahvoli Kosovo ahvoliga tushdi deydi. Oldingi 5 emas. Ondan keyin shu xalqaro Uyg'ur munbirida o'tirishgan yangi bir qism fikrlar bor. Men bularni xulosa qilib o'taman, tafsil to'xtalgan vaqt yo'q. Egalik huquqni bahona qilib, kishilik huquqni dafsanda qilish butunlay xato. Uyg'urlarni adolatga erishtirishda xalqaro adolat hududidan foydalanish kerak. Albatta men degandek bir qism ishlar bo'lyapti hozir. Dünya Uyg'ur qo'ltiqotgan ishlar, yaqinda Amerikada bo'lgan ishlar mushu. Sukunat zolimga yordam qilganlik bilan barobar. Sukunat qilish sukut qilish. Zolimga yordam qilganlik bilan barobar. Ma'ni Yevropadan kelgan bir musulmon parlament a'zosi deydi bu gapni. Kanadaga o'ndan Uyg'ur parlamentchi qabul qilishga tirishyapmiz. Bu hozir bo'lib qoldi. Xabarda bu tasdiq bo'ldi. Müslüman Allah'ın Uygurlarga kılgan muamelesi ig'ir munussizlik. Bunu Müslüman dedi. Müslüman parlament a'zosi. Devlet hakimiyeti yo'lga qo'ygan majburiy emniyetni to'sish kerak. BDT'ga a'zo davlatlarning Uyg'ur qirg'inchiligini to'sish majburiyati bor. Adolatlikka kafolat qilishda medialarning roli intayin muhim. O'zimizni qutulishda paylash qilgan qanday yo'llar bor? Men sizlarga ma'lum kitobni tanishtirdim. Bu to'liqma kitobda bir tafsili maqola bor. Bu kitobni bir maqola qilib tanishtirdim Uyg'urlarga. Unda tafsili mazmunlar bor. Bu yerda kichkina askartib qo'ydigan bir necha masalalar bor. Men ularni bak ansirgan. Boshqa xalqaro qonun sohasiga uyg'un kelmagan sharh qilib qo'yib biz xalqaro yordamda olib qolamiz muddatda ansiraydim buni. Xudoning shukri hozir qadar narsa bo'lmadi. Shunga nurg'un hokimiyatlar, hukumatlar Uyg'urlarni o'zining qo'yniga olib, do'lqilaysa yaqinqi vaqtlarda xalqarodagi eng yuqori darajadagi yig'inlarda davlat arboblari bilan o'rnalib o'tirib yig'inlar qatnashgan bo'lib ketdi. Sababi nima desa, Uyg'urlarniki tutqoyili nayti obdan bo'ldi yaqinqi yillarda. Endi bu yerdagi bir narsa diktatorlikdan demokratiyagacha. Maktabning ismi shu. Ingliz kitob, undan davlat kitob bu.
bu kitap yazgan adam Harvard Üniversitesi qatarlıq ali məktəblərdə professor olan adam. Müş məsələsində 40 yıldan artıq tədqiqat yapıbdı, izləyiş yapıbdı. Dünyadakı bütün yüzlərlə əhvalların həmin təşkil bu adam. Şunu xülasəlab yazgan kitap. Ben şu kitapni asas qilib turib, mazkur maqolada tövəndəki temalar üstündə toxtaldım. Amma mən bu yerdə demay, kitabımda var, şöyle koyuyorlar. Cədvəlimi var, məzələr. Deydiğen bir neçə nöqtə var mı? Şunu eskərtib qoyayım. Zoravallık vasıtlarda zalimler her vakit diktatörge karşı küreş kıvatkan insançıların üstüne yorulu oturdu. İsyançılardan üstüne yorulu oturdu. Bunlarımız bilimiz, mesela Xitay'ını alsak, bizim vatanda bir kısım kahraman yaşlarımız küreş kıldı. 5. yıl 40. yıldan burun özünün canını pita qilib, namazını tushirib o'tirib chiqib degandak. Ammo ular vahshiylarcha qirg'inchilikqa uchrab ketdi. Mao shularga tushgan masala, endi diktatorga qarshi kurashda diktatorning qo'lida intan cho'ng apparat bor. Harbiy saqchi hamma sohada Xitoyning necha ming askari bor. Uyg'urlarga kelgan chog'da shu barim inqilobi deymiz, 5 fevral G'uzin inqilobi, mushaqotlarning hammasida ular o'zining eng yuqori harbiy texnikasini chiqib turib Uyg'urlarni bostirdi. Mustaqil yutdi bular. Madamning bir chiqqan xulosa shu birsi endi. Fuqarolar bilan so'zlaganda zolimlar zo'ravonlik vositalarini ishlatish jihatda ko'p ustunlikni egallagan bo'ladi. Isyonchilar ba'zida vaqtlik foyda olayotganda ko'rinsimi, oxirida yana zolimlarning qo'lidagi harbiy imkoniyatlardan qishib qutulolmaydi. Buni jiq so'zlamay, oxir qarab boqaylik, men nasib qilamdi. Yangiisi chet el yardımı qanchalik rol o'ynaydi. Bizniki aramızda chet eldan mülk turganlar jiq. Meni burun shuni bir sitim. Biz izlanish bu jihatlarda bir nurishani bayqab hozir biz o'zimizni qutuldiramiz desak, o'zimizni kuchlantirmasak bo'lmaydi. Shu ostida jiq leksiyalar so'zlayapman, maqolalar yozyapman. Buni kelsa sabab bor. Umidni sirtqi qutquzg'ichiga otib qo'yishda og'ir masala mavjud. Undaq umid o'z o'rnini butunlay yo'qotib qo'yishga opirishi mumkin. Ko'pincha ahvolda sizni qutquzg'ili biror tashqi panoh egasi kelmaydi. Biror chet el haqiqatan siz bilan sizni ezgan diktatorning o'tirsiga kirgan taqdirdami, siz uningga bak ishni ketsangiz bo'lmaydi. Uning bunday sabablari bor. O'zining iqtisodiy yoki siyosiy manfaatiga foyda yaratish uchun ko'pincha vaqtlarda ba'zi ellar diktatorni qabul qiladi yoki bo'lmasa hatto unga ijobiy yordam qiladi. Musulmon dunyosida turtuvasi qarab qo'yadi. Ba'zi ellar boshqa bir manfaatlarini qurbon qilmaslik uchun izlagan xalqning ozodligiga yordam qilish va'dasida turishning o'rniga izlagan xalqni diktatorga setletish mumkin. Bizni setlatdi. Hammalar setlatdi. Setlatdi hozirmi? Ba'zi ellar faqat izlagan xalqning vataniga bo'lgan kontrollikni qo'lga keltirish uchun diktatorga qarshi ish ko'rdi. Davlat ichidagi diktatorga qarshi kuchlar allaqachon ish boshlab, diktatorning o'zini ta'bitishga boshlagan. Şu orqali xalqaroliq diqqatni diktatorchi hokimiyatning ra'yinsiz tabiatiga tortgan vaqtida ba'zi ellar ijobiy maqsadlar uchun izlagan xalqning ishiga olishadi. Men maqolalarda ishlatgan lambalardan bu Enediniki burunki boshlig'i bu odam pensiyaga chiqdi. Pensiya chiqish yig'iniga ben borgan. Bu odam internetga qildi o'tgan yil mushkulada Washington DC'da. Lekin so'zlab ketganlikin bu odam xat yozdim men. Nutqini o'tib bersan. Takin nutqini o'tib berdi. Shu asosda buni maqolaga kirgizdim. Kitobda bor tafsir ahvoli. Bu odamniki e'tiqodlaridan ichida men bir necha gaplar bor. Bizning ahvolimiz Yahudi ahvoliga eng yaqin keladi, o'xshab ketadi.
nüfusumuz mu oşup ketedi Yahudilarga? Ular 3000 yıl dövlatsiz qatqılıp ahiri müstakillik qol keltirdi. Şuna yaxshi niyatlik Yahudilar Uyg'urlarga o'zining tajribasini so'zlagan chog'da ularga ahamiyat berish kerak. Ular bizning payni kutmaydi. Yahudilar bizga ehtiyoj yo'q ularniki. Ular ko'pincha vaqtlarda agar Uyg'urlarcha bir ish qilmayman desa, cho'qin insonparvarlikni ustidan qiladi. Bu ish qilsa ular shu kunlarni yashab boqqan. Yahudilar ikkinchi dunyo urushidan burun yashagan kunni biz ko'ryapmiz hozir. Madem ismi Karl'ın etqanlari. Yahudilar tarixida o'tgan Akiva ismli bir rabbi bor bo'lib, Yahudilarning ko'p asr saqlanib qolishida uning o'ynagan roli eng chong. Ya'ni Yahudilarni yo'q qilib etmoqchi bo'lgan ko'plagan imperiyalar yer shari yuzidan g'oyib bo'lib, surgunda bo'lib yashagan Yahudilarning ko'p asr o'zini saqlab qolishida Rabbi Akivaning umidi va e'tiqodi, umid va e'tiqod intayin muhim rol o'ynagan. Bu yerdagi e'tiqod degani diniy e'tiqodni bor bo'lishi mumkin, undan bakroq biz cho'qin o'zimizning davlatini qaytib eqib olamiz degan e'tiqod. Endi vaqtim tushibdi. Rahmat. Doktor Erkin Sidiqning qimmatli leksiyasi uchun ko'p rahmat. Biz savol-javob qismini keyingi bir qancha so'zlig'icha so'zlab bo'lgandan keyin undan davomlashtiraylik. Hozir tomoq vaqti bo'lib qoldi. Shuning uchun tomoqni maktabning oshxonasida yeymiz. Bu tartiblar to'g'risida doktor Burxon Ulug'yo'l bizga bir tushuncha bergan bo'lsa ko'pchilikka. Ha. Bo'lmaydi. Maktab oshxonasidan tomoq yeganligimiz uchun vaqtni biz bekitmaylik, shularning degani bo'lsa. Assalomu alaykum qarindoshlar. Attigan Müşü nima ko'raman aldıqda ko'nglimiz yerim bo'ldi men hatta jiddiylik talab etdim. Adam bek az müşade 2 quradan batda